Onangiz sizni hech qachon tashlab ketmaydi deb o'ylaysizmi? Dunyoda shunday dahshatli sovuq borki, u insonning nafaqat tanasini, balki vijdoni va onalik mehri kabi eng muqaddas tuyg'ularini ham tag-tugigacha muzlatib qo'yishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli audio hikoyalar kanali tinglovchilari. Bu voqea sizning mehribonlik, xiyonat va insoniy matonat haqidagi barcha tasavvurlaringizni ostin-ustun qilib yuboradi. Eshitishga tayyormisiz? Unda chuqur nafas oling. Chunki bu hikoya yuragingizni parcha-parcha qilib tashlaydi. Toshkentning Shimoliy vokzali har doimgidek odamlar dengizi bilan gavjum edi. Dekabr oyining o'rtalari bo'lishiga qaramay, havo qahraton yanvarning eng shafqatsiz kunlarini eslatardi. Osmonni qop-qora zax bulutlar qoplagan. Vaqti bilan yuzga ignadek sanchiladigan mayda, o'tkir qor uchqunlari yog'ardi. Odamlar qalin kiyinib olgan, hamma o'z tashvishi, o'z hayoti bilan shoshib, bir-biriga e'tibor bermay u yoqdan bu yoqqa yugurardi. Kimdir poyezdga kech qolayotgan, kimdir og'ir sumkalarni sudrab, uzoq kutilgan qarindoshini kutib olayotgan edi. Ana shu behisob sovuqqon insonlar oqimi ichida bir ayol va kichkina bolakay alohida, xuddi bu dunyoga begonalardek ajralib turardi. Ayolning ismi Shahnoza edi. Yoshi 30larda bo'lishiga qaramay, yuziga tushgan chuqur, erta ajinlar va ko'zlaridagi so'nmas, tubsiz mudhish mung uni ancha katta, hayotdan to'ygan ayoldek ko'rsatardi. Uning egnida eskirgan, rangi o'chib yupqalashib ketgan palto, boshida esa sovuqdan himoya qilolmaydigan yubka ro'mol bor edi. U bir qo'li bilan og'ir, eski kiyimlar solingan tugunni, ikkinchi qo'li bilan esa 6 yoshli o'g'li Bekzodning muzlab borayotgan murg'ak qo'lidan mahkam ushlab olgandi. Bekzod. Bu bolakayning ko'zlari shunchalar beg'ubor, shunchalar toza ediki, unga qaragan har qanday tosh yurak ham bir lahzada erib ketishi kerak edi. Ammo bu shafqatsiz dunyoda uning ko'zlariga qaraydigan odam yo'q edi. Uning egnidagi kurtkasi juda yupqa, kuzgi kiyim bo'lib, oyoqlaridagi botinkasi esa yirtilgan joyidan qo'pol qilib yamalgan, ichiga suv o'tib bo'lgandi. Sovuqdan uning kichkina burni va yonoqlari qip-qizarib ketgan, tishlari tinimsiz taqillardi. Lekin u zarracha injiqlik qilmasdi, yig'lamasdi. Chunki dunyodagi eng mehribon inson uning onasi yonida edi. Onasi bor joyda Bekzod o'zini butun dunyodagi eng xavfsiz, eng issiq joyda his qilardi. "Oyi, qayerga ketyapmiz?" deb so'radi Bekzod onasining qo'lini qattiqroq qisib. Uning mayin ovozi qahraton sovuqdan titrab chiqdi. Shahnoza to'xtadi. Uning tomog'iga xuddi mushtdek tugun tiqildi, ko'zlarida yosh halqalandi. Lekin bolasiga qo'rquvini bildirmaslik uchun darrov yuzini chetga burib, yoshlarini yashirdi. "Qishloqqa boramiz, bolam. U yerda buvingnikida issiq tandir non bor. Qurt bor. Mazza qilib to'yib o'ynaysan. Dadam ham boradimi?" deb so'radi bola ko'zlarida katta umid bilan. Bu beg'ubor savol Shahnozaning yaraqlagan yuragiga xuddi zaharli pichoqdek sanchildi. Dada degan so'z uning hayotidagi eng katta dahshatni, qora qo'rquvni va cheksiz nafratni uyg'otardi. Bekzodning o'z otasi Mehribon Murod avtohalokatda fojiali tarzda vafot etganiga 3 yil bo'lgandi. Shahnoza keyinchalik tirikchilik dardi va yolg'izlik azobidan qutulish ilinjida turmushga chiqqan ikkinchi eri Qodir esa haqiqiy inson qiyofasidagi iblis edi. Tinimsiz ichkilikbozlik, qimorbozlik va vahshiy shafqatsizlik uning kundalik odati edi. U murg'ak Bekzodni o'gay deb ko'ziga ko'rinsa bas, arzimagan bahonalar bilan har kuni ayovsiz urardi. Kecha tun. O'sha mudhish kecha Qodir mast holda kelib, Shahnozaning tomog'iga sovuq pichoq tiragandi. "Yoki shu haramingni yo'qotasan, yoki ikkovingni ham shu pichoq bilan so'yib, hovlining burchagiga ko'mib tashlayman. Menga ortiqcha tomoq, ortiqcha yuk kerak emas", deb bo'kirgandi u hayvondek xirillab. Shahnoza bugun ertalab uydan qochib chiqayotganda qandaydir yaxshi hayot izlab emas, sof qo'rquv va chorasizlikdan qochgandi. Lekin qayerga boradi? Uning bosh urib boradigan yagona yeri yo'q edi. Qishloqdagi ota uyi allaqachon akalari tomonidan sotilib, pullari bo'linib ketgan. Qarindoshlari bu beva ayoldan va uning muammolaridan yuz o'girganiga ancha bo'lgan. Cho'ntagida esa poyezd biletiga umuman yetmaydigan, faqat 1-2 dona somsa olishga yaraydigan chaqa-chuqalar qolgandi, xolos. Ikkovi uzoq yurishdi, qor va izg'irin ularning yuzini savalardi. Ular vokzalning issiq, yorug' kutish zaliga kira olishmadi.
Ichkariga kirish uchun albatta bilet yoki pasport tekshiruvi bor edi. Shahnoza esa politsiyadan kimdir uning hujjatsiz ekanini bilib qolishidan va eng yomoni Qodir topib olishidan o'lgudek qo'rqardi. Shuning uchun ular tashqaridagi perronga yaqin bo'lgan, lekin odamlar kamroq yuradigan pana burchakdagi temir o'rindiqqa borib o'tirishga majbur bo'lishdi. Temir o'rindiq xuddi ulkan muz bo'lagidek sovuq edi. Bekzod o'tirishi bilan butun tanasi jimirlab, junjikib ketdi. Shahnoza darhol bo'ynidagi eski, lekin biroz issiqlik saqlagan sharfini yechib, bolaning tagiga muzdek temir ustiga to'shadi. "Oyi, qornim ochdi", dedi Bekzod sekingina, xuddi gunoh ish qilib qo'ygandek. U onasini xafa qilishdan, unga og'irlik tushishidan qo'rqib, har doim juda past ovozda tortinib gapirardi. Shahnoza titrayotgan qo'llari bilan tugunini ochdi. Ichidan gazetaga o'ralgan ikkita issiq somsa chiqardi. Bu somsalarni u vokzalga kelishdan oldin cho'ntagidagi oxirgi chaqalariga olgandi. "Mana, bolam, ye, issiqqina. Go'shtli somsa." Bekzod somsani sovuqdan qotib qolgan mitti qo'llariga oldi. Somsaning hidi shunchalar ishtahochar, issiqligi shunchalar yoqimli ediki, ochlikdan madori qurigan bola shosha-pisha, katta-katta tishlay boshladi. "Oyi, siz-chi? Siz yemaysizmi?" deb so'radi u og'zi to'la ovqat bilan, onasining yuziga xavotir bilan tikilib. "Men to'qman, bolam. Men boya senga bildirmay yeb oldim", deb yolg'on gapirdi ona. Aslida uning o'zining qorni ham ochlikdan burab og'rirdi. 2 kundan beri tomog'idan tuzukroq, issiqroq ovqat o'tmagandi. Bekzod shirin ishtaha bilan ovqatlanayotganda, Shahnoza uning sovuqdan qizargan yuz-ko'zlariga termilib qoldi. Uning qop-qora qoshlari, uzun va qayrilma kipriklari xuddi rahmatli otasi Murodga o'xshardi. Xuddi o'sha nigoh. "Men nima qilyapman o'zi?" degan mudhish savol Shahnozaning miyasida chaqmoqdek urildi. Nahotki o'z qonimdan bo'lgan, o'z bolamni shu sovuq vokzalda, yolg'izlikda tashlab ketsam? Yo'q. Qilolmayman. Qanday qilib tashlab ketaman? Lekin ayni shu isyonkor o'y bilan bir vaqtda ko'z oldiga Qodirning aroqdan qonga to'lgan yirtqich ko'zlari va qo'lidagi yaltiragan qassob pichog'i keldi. "Agar qaytib kelsang, ikkalangni ham bo'g'izlayman." Shahnoza tushundiki, agar u Bekzodni o'zi bilan olib yursa, ular ko'chada ochlikdan va sovuqdan o'lishadi. Yoki izlab yurgan Qodir ularni topib olib chindan ham pichoqlab tashlaydi. Agar shu yerda odamlar gavjum vokzalda qoldirsa-chi? Balki mehribonroq biror yo'lovchi topar. Balki militsiya ko'rib qolib issiq xonaga olib kirar. Keyin bolalar uyga berishar. U yerda hech bo'lmasa issiq ovqat, issiq joy, yorug' xonalar bor. Eng asosiysi, u yerda zolim Qodir yo'q. Bola tirik qoladi. Men uni qutqaryapman. Ha, faqat shunday qilsamgina u yashaydi, deb o'zini qattiq ishontirishga urindi ayol. Bu qip-qizil o'zini oqlash, qo'rqoqlikni yashirish edi. Ammo shunga qaramay ona yuragi qon yig'lab ezilib ketayotgandi. Bekzod oxirgi somsasini yeb bo'ldi va yog'li qo'llarini onasining eski paltosining etagiga artdi. "To'ydim. Rahmat, oyijon, endi poyezdga chiqamizmi?" Shahnoza vujudi qaltirab chuqur nafas oldi. Hozir so'zlarni topib aytish kerak edi. "Bekzod, bolam, menga qara." Bola katta ko'zlarini onasiga qadadi. "Men hozir kassaga borib, ikkalamizga bilet olib kelishim kerak. Sen shu yerda o'tirib tur, xo'pmi? Sumkalarni yaxshilab qo'riqla, hech kim olib ketmasin. Qimirlama. Agar joyingdan jilsang, men seni bu katta olomonda topolmay qolaman." "Men ham boray siz bilan, oyi", dedi Bekzod joyidan sapchib turib, qo'rquv aralash. "Yo'q." Shahnozaning ovozi o'zi kutmagan holatda qattiqroq chiqib ketdi. Keyin darrov xatosini anglab, ovozini mayinlashtirdi. "Yo'q, bolajonim. U yerda kassaning oldi juda odam ko'p, tiqilinch. Sen kichkinasan, o'rtada ezilib qolasan. Shu yerda o'rnimizda qimirlamay o'tir. Men hozir kelaman. Juda tez kelaman." Shahnoza bazo'r o'rnidan turdi. U ichida eski, yirtiq yamoq kiyimlar bor tugunni qasddan Bekzodning yonida qoldirdi. Bu bolani va atrofni ishontirish uchun qilingan makkorona, ammo chorasiz harakat edi. Axir qaysi ona o'zining yagona yuklarini tashlab ketardi, to'g'rimi? "Hozir kelaman", deng, oyi.
dedi Bekzod onasining palto etagidan mahkam ushlab, ko'zlariga mo'ltirab. Bu ularning doimiy o'yini, bir-biriga beradigan va'dasi edi. Shahnoza egilib, o'g'lining sovuqdan qotgan peshonasidan qattiq, juda uzoq o'pdi. Uning quruq lablari Bekzodning muzdek peshonasiga tekkanda, ayolning ichidan shunday faryod otilib chiqay dediki, u zo'rga o'zini ushlab qoldi. Hozir kelaman, bolam. Va'da beraman. Men kutaman, oyi, dedi Bekzod ishonch bilan jilmayib. Shahnoza keskin orqasiga burildi va tez-tez qadam tashlab uzoqlasha boshladi. U orqasiga qaramaslikka harakat qilardi. Sababi, agar bir marta qayrilib qarasa, o'g'lining mo'ltirab turgan ko'zlarini ko'rsa, albatta qaytib borishini va o'z niyatidan qaytishini aniq bilardi. U bir zumda qalin olomon orasiga singib ko'zdan yo'qoldi. Uzoqlashgani sari ko'z yoshlari yuzini, dudoqlarini yuvib tushardi. Kechir meni, bolam. Kechir, jigarim. Bu faqat sening hayoting, tirik qolishing uchun. U yig'i aralash vokzalning chiqish darvozasi tomon ketarkan, bosgan har bir qadami xuddi oyog'iga 1000 tonna tosh bog'lab qo'yilgandek, xuddi qizigan cho'g' ustida ketayotgandek cheksiz azobli va og'ir edi. Bekzod esa joyida jim o'tirib, onasi kirib ketgan odamlar oqimi tomonga ko'z uzmay qarab qoldi. Dastlabki 20 daqiqa tinch o'tdi. U o'zining murg'ak xayolida onasining hozirgina qo'lida ikkita chiroyli chiptani ko'tarib, unga qarab uzoqdan kulib kelishini tasavvur qilib o'tirardi. Keyin ular katta poyezdga chiqishadi, ichi issiqqina kupeda choy ichishadi, derazadan qorli qir adirlarni tomosha qilib ketishadi. Yarim soat o'tdi. Bekzodning kichkina oyoqlari jiddiy sovqota boshladi. Yirtiq botinkadan kirgan namlik uning barmoqlarini muzlatib qo'ygandi. U oyoqlarini bir-biriga qattiq ishqalab isitmoqchi bo'ldi, qo'llarini esa kurtkasining yubka cho'ntagiga chuqurroq tiqdi. Vokzal hayoti o'z maromida davom etardi. Uning ro'parasidan yuzlab, minglab odamlar o'tib ketardi. Bir semiz, barvasta amaki o'zining yaltiroq, katta chamadonini g'ildiraklatib o'tdi, shoshilganidan bolaga qarab ham qo'ymadi. Bir yosh yigit qulog'iga quloqchin taqib olgancha musiqa tinglab, raqsga tushgandek tebranib o'tdi. Hech bir inson zoti temir o'rindiqda, qahratonda qaltirab o'tirgan yolg'iz, kiyimlari yupun bolaga zarracha e'tibor bermasdi. Hamma uni kimningdir bolasi, ota-onasi hozir shu atrofda bo'lsa kerak, bilet olyapti shekilli deb o'zini tinchlantirardi. Bir soat o'tdi. Havo tobora sovib, kech tusha boshladi. Vokzalning katta chiroqlari, projektorlari yondi. Bekzodning kichik yuragiga birinchi marta dahshatli g'ulg'ula tushdi. Oyim nega buncha uzoq qolib ketdilar? Kassada odam ko'pmi ekan? Yoki katta vokzalda adashib qoldilarmikin? U o'rnidan sakrab turib, onasini qidirmoqchi bo'ldi. Lekin shu zahoti onasining qattiq tayinlagan gapi qulog'i ostida jarangladi. Agar joyingdan jilsang, men seni topolmay qolaman. Bekzod itoatkorlik bilan yana muzdek joyiga qaytib o'tirdi. U g'oyat aqlli va gapga kiradigan bola edi. U onasini yo'qotib qo'yishdan, bu sovuq dunyoda yolg'iz qolishdan hammadan ham ko'proq qo'rqardi. Qor tobora kuchaydi. Shamol g'uvillab, vokzalning ochiq joylaridan aylanib kirar, suyak-suyakkacha yetib boradigan shafqatsiz sovuqni olib kelardi. Bekzod onasi tashlab ketgan eski tugunni bag'riga bosib, mahkam quchoqlab oldi. Tugundan onasining tanish, issiqqina va shirin hidi kelardi. Bu hid unga bir lahza bo'lsa-da taskin, umid berdi. Hozir keladilar. Mening oyim meni hech qachon tashlab ketmaydi. Soat tungi 9larga yaqinlashdi. Perrondagi odamlar oqimi siyraklashib, faqat tungi reyslarga uzoq kutiladigan yo'lovchilargina qoldi. Bekzodning murg'ak tanasi endi tinimsiz, kuchli qaltirar, tishlari bir-biriga urilib taqillardi. Boya yegan bitta somsaning quvvati allaqachon tugagan, qorni yana ayovsiz ochib ketgandi. Lekin u bu haqida umuman o'ylamaslikka harakat qilardi. Butun e'tibori onasining qachon paydo bo'lishida edi. Uning ro'parasidagi bo'sh qolgan o'rindiqqa qayerdandir bir daydi, yunglari kirlanib ketgan it kelib g'ujanak bo'lib yotdi. It ham qattiq sovqotgan, tumshug'ini dumi orasiga tiqib olgandi. Bekzod itga qarab, hatto unga havasi kelib ketdi. Itning qalin, issiq yungi bor edi. Qaniydi mening ham shunday qalin po'stinim bo'lsa deb o'yladi bola. Shu payt uzoqroqdan yelkasiga ratsiya taqqan bir politsiya xodimi sekin qadam tashlab o'tib ketayotganini ko'rdi.
Bekzod o'rnidan turib unga qarab baqirmoqchi bo'ldi. Amaki, iltimos, oyimni topib bering, adashib qoldilar. Lekin birdan tilini tishladi, butun vujudi qo'rquvdan muzladi. Onasi va hatto o'gay otasi Qodir doim uni qo'rqitardi. Militsiyadan uzoq yur, ular yomon bolalarni ushlab, qamab qo'yishadi. Agar militsiyaga tushsang, seni yana o'sha badjahl Qodir dadangga qaytarib berishadi. Shuning uchun Bekzod boshini palto yoqasiga chuqurroq tiqib, o'zini qattiq uxlayotgandek ko'rsatib oldi. Politsioner rostdan ham qorong'i burchakda o'tirgan kichkina bolaga e'tibor bermay, ratsiyasida kim bilandir so'kinib gaplashib o'tib ketdi. Tun yarmi bo'ldi. Vokzal hududi deyarli bo'shab qoldi. Faqat uzoq-uzoqdan teplovozlarning g'amgin, cho'ziq signal ovozlarigina eshitilardi. Bu Bekzodning qisqagina hayotidagi eng uzun, eng qo'rqinchli, umidsiz tun edi. Sovuq endi shunchaki terisini yondirmas, balki to'g'ridan-to'g'ri uning suyaklarini, iliklarini kemirardi. Ayniqsa oyoqlaridagi hissizlik kuchayib, pichoq tortsa ham qon chiqmaydigan holatga kelib qolgandi. U yig'lamadi. Negadir ko'z yoshlari ham muzlab, ko'zlarini ko'r qilib qo'yishidan hayiqdi. U faqat o'z ichida lablarini qimirlatmay tinimsiz takrorlardi: "Oyi. Oyijon, hozir kelaman dedingiz-ku. Qayerdasiz, oyi?" U qotib borayotgan miyasida, xayolida onasini ko'rardi. Onasi uning oldiga yugurib kelayotganini, ustiga qalin ko'rpalar yopib, qaynagan issiq sho'rva berayotganini, yuzlaridan tinimsiz o'payotganini tasavvur qilardi. Bu shirin xayollar o'ta xavfli edi, chunki u bolani asta-sekin mudroqqa, ajal uyqusiga tortib ketardi. Bu haqiqiy uyqu emas, balki qattiq sovuqdan qotish, muzlash oldidan keladigan mudhish karaxtlik edi. Shahnoza esa aynan shu vaqtlarda vokzaldan 5-6 kilometr uzoqlikdagi tashlandiq, xaroba bir binoning zax podvalida, irkit bir eski matras ustida o'tirib, og'zini qo'llari bilan yopgancha ovozsiz faryod chekardi. U qaytib bora olmasdi. U o'zini o'z qonidan bo'lgan o'g'lining qotilidek, dunyodagi eng iflos mavjudotdek his qilardi. Vijdon azobi uni tiriklayin g'ajirdi, lekin vahima, politsiyaga tushish va Qodirning pichog'idan qo'rqish hissi uning oyoqlarini zanjirdek bog'lab qo'ygandi. Bekzod esa hamon kutardi. U onasiga ishonardi. Axir onalar aldamaydi-ku. Onalar o'z bolasini shunday sovuqda tashlab ketishi mumkin emas. U shunchaki kassada navbat kutib qoldi yoki adashib boshqa tomonga o'tib ketdi. Men albatta kutaman, joyimdan qimirlamayman. Tong otsa atrof yorishadi, oyim meni bemalol topib keladilar, deb o'ylardi u. Vokzal uzra qishning sovuq, kulrang tongi otib kelardi. Lekin bu tong Bekzod uchun najot yoki yorug'lik emas, balki tasavvur qilib bo'lmas azob va qiynoq olib keldi. Tun bo'yi temir o'rindiqda mutlaqo qimirlamay o'tirgani uchun uning qo'l va oyoqlari butunlay uvishib, qonga to'yinmay, mutlaqo sezmay qolgandi. U ko'zini ochishga harakat qildi. Lekin kipriklari muz bilan bir-biriga qattiq yopishib qolgandek, ochilishi qiyin edi. Vokzal radiosi baland ovozda ishga tushdi. Hurmatli yo'lovchilar. Bu baland va kutilmagan ovoz Bekzodni hushiga keltirdi. U zo'rg'a, bo'yni qirsillab ketgandek og'ir harakat bilan atrofga qaradi. Hamma yoq oppoq qor edi. Kechasi bilan yog'ib chiqqan qor uning yubka kurtkasini, shlyapasiz boshini va onasining yirtiq tugunini qalin, oppoq qatlam bilan butunlay qoplab olgan edi. U xuddi orindiqda o'tirgan mitti qor odamga o'xshab qolgandi. Bekzod shosha-pisha, vahima bilan atrofga alangladi. Oyi, yonidagi hamma joy bo'm-bo'sh edi. Faqatgina kechasi unga hamroh bo'lib yotgan daydi it ham tong sahardayoq o'ziga issiqroq joy qidirib allaqachon ketib qolgandi. Oyijon. U o'rnidan turib yugurmoqchi bo'ldi, o'ng oyog'iga tayanib oldinga intildi. Lekin oyoqlari unga mutlaqo bo'ysunmadi, xuddi birovnikidek harakatsiz edi. U gup etib yuztuban yerga, qalin qorning ustiga yiqildi. Yiqilish og'rig'i, yerga urilgan yuzi unga unchalik ham bilinmadi, chunki butun tanasi sovuqdan hissiz bir go'sht bo'lagiga aylanib ulgurgandi. U titrayotgan mitti qo'llari bilan yerni tirab, qiyinchilik bilan zo'rg'a yana o'rindiqqa sudralib qaytib chiqdi. Oyim hozir keladilar. Balki chipta olish juda qiyindir. Balki pul topolmay qolganlar. Men faqat kutishim kerak, men kuchli bo'lishim kerak. Odamlar dengizidagi yolg'izlik. Soat ertalabki 8larni urdi. Vokzal hayoti yana o'zining jo'shqin va shovqinli maromida qaynay boshladi.
Ishga shoshgan kishilar, sumkalarini yelkaga osgan talabalar, savdogarlar, hammollarning chinqiriqlari. Yana minglab odamlar Bekzodning oldidan u yoqdan bu yoqqa o'tib ketardi. Bu dunyodagi eng dahshatli va yurakni eguvchi manzara edi. Atrofda yuzlab ko'zlar bor, insonlar bor, lekin birortasi unga to'xtab qaramaydi. Odamlar uning borligini ko'rishardi albatta. Lekin ular nimani ko'rishardi? Chang va qorga belangan, yirtiq kiyimli, yuzi sovuqdan qorayib ketgan, katta va kir tugunni quchoqlab olib dildirab o'tirgan bir bolakayni ko'rishardi. Ularning xayolidan nima o'tardi? Lo'lining bolasi bo'lsa kerak. Ota-onasi shu yerda qayerdadir pinhona tilanchilik qilib yuribdi shekilli. Boshimni og'ritib balo orttirmayin, yaxshisi tezroq yonidan o'tib ketay. Hech kim, birorta ham inson to'xtab, bolam, nega bu yerda yolg'iz o'tiribsan? Ota-onang qani? Sovqotib o'lmadingmi deb insoniylik yuzasidan so'ramadi. Insonlarning bu muzdek befarqligi qishning eng qahraton, shafqatsiz sovuqlaridan ham qattiqroq, sovuqroq edi. Bir payt Bekzodning oldiga vokzal farroshi bo'lib ishlaydigan, ustiga zarg'aldoq nimcha kiyib olgan, qo'lida katta supurgi va xokandoz ushlagan bir o'rta yashar ayol yaqinlashib keldi. Bekzod umid bilan yalt etib unga qaradi. Balki shu xola oyimni ko'rgandir. Xola, dedi u pichirlab, lablari qaltirab. Farrosh ayol esa unga xuddi bir iflos narsani ko'rgandek jirkanib qoshlarini chimirdi. Qani, oyog'ingni ko'tarib tur, tagini supurib olishim kerak. Qayerdan kelib qolgansanlar o'zi hammang? Hamma yoqni iflos qilib, tupurib, yotvolishini qara bularni. Bekzod ko'zlaridagi umid so'nib, indamay, butun kuchi bilan uvushgan oyoqlarini yuqoriga ko'tarib turdi. U onasini so'rashga umuman ulgurmadi ham. Farrosh ayol qattiq supurgisini uning muzlab yotgan botinkasiga shafqatsizlarcha urib, to'zg'itib, o'zicha g'o'ldirab, so'kinib o'tib ketdi. Bekzodning shishib ketgan ko'zlariga issiq yosh keldi. Nega bu odamlar buncha yomon? U axir hech kimga yomonlik qilayotgani yo'q-ku. U axir yomon bola emas-ku, onasini doim aytganini qiladi. U shunchaki qattiq yaxshi ko'radigan onasini hamma qatori kutyapti, xolos. Tushga yaqin ochlik azobi chidab bo'lmas mudhish darajaga yetdi. Bekzodning mitti qorni quldir-quldir qilib kuchli ovoz chiqarar, ichaklari bir-biriga o'ralib ketgandek og'rirdi. Boshi tinimsiz aylanib, ba'zan ko'z oldi qorong'ulashib, dunyo chayqalib ketayotgandek bo'lardi. Uning ro'parasidagi o'rindiqqa chipta kutayotgan bir semiz erkak va uning taxminan Bekzod tengi issiq kombinezonlar kiygan, yonoqlari qizil o'g'li kelib o'tirdi. Erkak katta sayohat sumkasidan issiqligi ko'rinib turgan, qog'ozga o'ralgan pishiriq va somsa chiqardi. Qani, o'g'lim, yeb ol, poyezdimiz kelishiga hali ancha vaqt bor, qorning och qolmasin, dedi erkak nihoyatda mehribonlik bilan. Boyagi issiq kiyingan bolakay somsani ishtaha bilan tishladi. Qovurilgan piyoz va yog'li go'shtning xushbo'y hidi butun atrofga taralib, Bekzodning dimog'iga qattiq urildi. Bekzod og'riqli yutinib qo'ydi. U ko'zlarini o'sha bolaning qo'lidagi somsadan zarracha uzolmasdi. Uning quruq og'zidan beixtiyor so'lak oqib ketdi. Semiz erkak Bekzodning ularga ochko'zlarcha tikilib turganini sezib qoldi. Bekzodning murg'ak qalbida yorug' umid uchquni yondi. Hozir amaki menga ham beradi. Bitta emas, yarimta bo'lsa ham. Yo'q, bir tishlamgina qoldiq bo'lsa ham rahm qilib beradi, deb o'yladi u. Lekin erkak farzandiga qarab qattiq ovozda dedi, teskari o'girilib ye, bolam. Anavi uysiz, kir bola senga qarab turibdi, ovqat yeyishingda ishtahangni buzadi, yuzingni o'gir. Bolakay darhol otasining aytganini qilib, Bekzodga arkasini o'girib, chapillatib chaynashda davom etdi. Bekzodning jajji yuragi xuddi shisha kabi chilparchin bo'ldi. U o'g'ri emasdi, u odamlardan pul so'raydigan tilanchi ham emasdi. U shunchaki 2 kundan beri tuzuk ovqat yemagan, muzlab borayotgan och bola edi. U titrayotgan qo'llari bilan o'rindiq yonida yotgan oppoq, toza qorni qismlab qo'liga oldi. Qor muzdek bo'lsa-da, u bu qorni og'ziga soldi, shosha-pisha chayna boshladi. Qor og'zining haroratida erib suv bo'ldi. U qisman chanqog'ini bosdi, qornini aldagandek bo'ldi, lekin qorni ichiga tushgan muzdek suv uning ich-ichini, yuragini yanada qattiqroq muzlatib yubordi. Ayni shu damda, uzoqda, shaharning narigi chetidagi iflos va shovqinli bozorda Shahnoza jonsarak bo'lib tentirab yurardi.
U tunni o'sha mudhish podvalda suvaraklar orasida qaltirab o'tkazib, ertalab mardikorlar bozoriga kelgandi. Maqsadi qanday bo'lmasin biror og'ir ish qilib, pul topib, vokzalga yugurish va Bekzodni olib ketish edi. Lekin nima ish qilishini, kim unga yordam berishini o'zi ham bilmasdi. Uning vijdoni uni tiriklayin kuydirardi. Atrofda o'ynab yurgan har bir kichkina bolani ko'rganda, Bekzodning mo'ltiragan ko'zlari, muzdek peshonasi ko'z oldiga kelaverardi. Hozir mening bolam nima qilyapti ekan? Ochiqib yig'layaptimikin? Meni yomon oyi deb qarg'ayaptimikin? Meni qidirayotgandir a. U bir somsapaz ayolning rastasi oldidan o'tib ketayotib, yerga tushib ketgan, cheti ifloslangan yarimta burda nonni ko'rib qoldi. Jon holatda yugurib borib, u nonni yerdan oldi. Changini yengiga qoqdi. Buni hozirroq Bekzodga olib borib beraman, och qolgan bolam, deb o'yladi u beixtiyor quvonib. Lekin keyin o'z joyida tosh qotdi. Qanday qilib boraman? Zolim Qodir atay meni izlab poylab yurgandir. Agar vokzalga borsam, meni kutib turgan pichog'i bilan so'yib tashlaydi-ku. Yoki militsiya xodimlari meni, o'z bolasini shunday ayozda tashlab ketgan jinoyatchi ona deb qo'limga kishan solib, darrov qamab qo'ysachi. Unda Bekzod chindan ham butunlay yetim bo'lib qoladi. U baribir mehribonlik uyiga tushadi. Shahnozaning bu xayoliy, xudbinona qo'rquvi uning murg'ak onalik mehridan tag'in ustun keldi. Bu balki insoniylikning, onalikning eng tuban, eng qora nuqtasi edi. U qotgan, chang nonni o'zi tishladi. Lekin non tomog'idan umuman o'tmadi. Non xuddi katta va tikanli toshdek halqumiga tiqilib qoldi. Nafasi bo'g'ilib, u do'konning g'ishtin devoriga suyanib, oh tortib, o'kirib yig'lay boshladi. Xudoyim, jonimni olgin. Meni qutqar, bu chidab bo'lmas azobdan, meni o'ldir, deb nola qildi. Lekin o'lim kelmadi. Uning atrofida faqat izg'irinli sovuq shamol va hech qachon yuvib bo'lmaydigan vijdonsizligining mudhish yuki qoldi. Kechki soat 4lar. Bekzod endi azobga chiday olmadi. U onasining qimirlama degan qat'iy buyrug'ini buzishga va qanday bo'lmasin najot izlashga majbur bo'ldi. Chunki uning mitti ongi shu ketishda davom etsa o'lib qolishini borgan sari aniqroq his qilayotgandi. U bazo'r temir o'rindiqdan tushib o'rnidan turdi. Ochlik va qon aylanishining buzilishi tufayli qattiq bosh aylanishi ushlab, gandiraklab, yiqilay deb ketdi. U uzoqroqda ko'ringan yorug' tayanch politsiya punktiga bormoqchi, bor haqiqatni aytishga qaror qildi. Yo'lida katta chamadon ko'targan, qimmatbaho mo'ynali palto kiygan bir ayol qo'lida telefon bilan kim bilandir kulishib gaplashib ketayotgandi. Bekzod holsizlanib uning qimmat paltosining etagidan tortdi. "Xola", dedi u xirillagan, tomog'idan zo'rg'a chiqqan yig'lamsiragan ovozda. "Iltimos, oyimni yo'qotib qo'ydim. Menga telefon qilib beringchi." Ayol birdan cho'chib tushdi va qimmat telefonini bag'riga mahkam bosib oldi. "Voy, nima qilyapsan? Tegma menga, qo'yib yubor paltoyimni." Ayol Bekzodni qattiq siltab, itarib tashladi. Bola muvozanatni yo'qotib qor ustiga yiqildi. Hozirgi yosh bolalar ham juda yomon o'rgangan, o'g'ri bo'lib ketgan. "O'g'irlamoqchi bo'ldingmi telefonimni, harami?" "Yo'q. Yordam so'ramoq." Bekzod o'pkasi to'lib gapini oxiriga yetkaza olmadi. Ayol atrofga, perronga alangladi. "Yo'qol bu yerdan iflos, hozir militsiya chaqiraman, qamatib yuboraman seni." "Militsiya? Qamatish?" Bu so'zlarni eshitishi bilan Bekzodning butun tanasini qo'rquv muzlatib yubordi. Yana o'sha o'gay otasi Qodirning tahdidlari qulog'ida jarangladi. "Politsiyaga tushsang, terini shilib olaman." U bor kuchi bilan yerdan turdi-da, oqsab orqasiga qarab qochdi. O'zining yagona xavfsiz joyi deb bilgan temir o'rindig'iga, onasidan qolgan eski tugunning yoniga yetib kelib, yuztuban yiqildi. Uning kichkina yuragi shu qadar qattiq urayotgandiki, ko'kragini yorib chiqib ketayotgandek edi. U mutlaq tushunib yetdiki, bu ulkan, shafqatsiz dunyoda unga yordam beradigan, rahm qiladigan bitta ham odam yo'q. Ularning hammasi faqat urishadi, so'kishadi, haydashadi. Faqat onasigina unga yordam bera oladi. Onasi esa negadir hamon kelmayapti. Ikkinchi tunning vahimali va o'limtik zulmati boshlandi. Bu tun avvalgisidan ham 100 chandon sovuqroq, izg'irinliroq edi. Havo harorati -15 darajagacha tushib ketgandi.
Bekzodning tanasi endi qaltiramay qo'ygandi. Qaltirash to'xtashi bu inson tanasining oxirgi umidi uzilgani, organizm issiqlik ishlab chiqarishga bo'lgan barcha urinishlarini to'xtatgani va ajalga taslim bo'lganini bildirardi. Uning qo'llari, yuzlari, ayniqsa oyoq barmoqlari mutlaqo ko'karib, ba'zi joylari qorayib ketgan edi. Uning miyasi kislorod, issiqlik va oziq moddalar butunlay yetishmasligidan gallyutsinatsiyalar, ya'ni turli xil saroblar ko'ra boshladi. Vokzalning xira chiroqlari uning so'nayotgan ko'ziga rang-barang, yorqin bayram chiroqlari bo'lib ko'rinib ketdi. Birdan u ko'z oldida qor parchalarining orasida bir tanish kishini aniq ko'rdi. Baland bo'yli, yuzida mehr to'la tabassum bilan qarab turgan yosh, kelishgan erkak. Uning qo'lida Bekzod azaldan orzu qilgan qizil rangli katta o'yinchoq mashina bor edi. "Dada", deb pichirladi Bekzodning ko'kargan lablari. Ha, bu uning 3 yil avval avtohalokatda fojiali tarzda o'lib ketgan o'z otasi Murod edi. Xayolida Murod unga qarab katta, issiq qo'lini cho'zdi. "Bekzod, o'g'iloyim, pahlavonim, buncha qattiq sovqotib ketding. Yur, orqamdan ergash, uyingga ketamiz." "Dadam, lekin axir oyim meni shu yerda kutib turgin, hozir kelaman deb tayinlagandilar-ku. Oying judayam band, o'g'lim. U seni hozircha o'zimga ishonib topshirdi, birga ketib turishimizni xohladi. Yurgin, bolam. Bizni u yerda judayam issiq uy kutib turibdi. Katta pechkada olov gumburlab yonib turibdi, qorning to'yib ovqatlanasan." Bekzod bu so'zlardan chin dildan jilmaydi. Uning yuzida 2 kundan beri qotib qolgan qo'rquv, azobli va alamli ifoda birdan yo'qolib, o'rnida yorug', baxtli tabassum paydo bo'ldi. U haqiqatdan ham otasi yordamga kelganiga ishondi. U mitti, muzlab ko'kargan qo'lini havoga cho'zdi. "Dada, unda meni o'zingiz ko'tarib oling, oyoqlarim umuman yurmayapti, og'riyapti." Aslida u vokzalning kimsasiz burchagida qora bo'shliqqa qo'l cho'zib, o'z-o'ziga gapirib turardi. O'tib ketayotgan 1-2 shoshqin yo'lovchi buni g'alati sinchkovlik bilan ko'rib, bolaning mazasi yo'q shekilli, yo aqli zaif bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Lekin to'xtab hol so'rashmadi. Hatto ba'zilari uni yosh bo'lishiga qaramay toksikoman, yelim iskab mast bo'lgan deb qoralashib o'tib ketishdi. Bekzod otasining issiq bag'riga singib ketgandek bo'ldi. Unga birdaniga tanasi yengillashib, atrof issiq bo'lib ketgandek tuyuldi. Bu tibbiyotda gipotermiyaning, ya'ni inson tanasi muzlashining oxirgi, eng dahshatli bosqichi hisoblanardi. Bu bosqich paradoksal yechinish deb atalardi. Inson miyasi o'lim, muzlash oldidan signallarni adashtirib yuboradi va odam o'zini jaziramada qizib ketgandek his qilib, ustidagi kiyimlarini yechishga urinadi. Bekzod ham ich-ichidan go'yo qizib ketayotgandek, qiynalib ketgandek kurtkasining tugmasini yechmoqchi bo'ldi. Lekin barmoqlari shunchalar muzlab qotgan ediki, ular umuman ishlamadi, tugmaga tishi ham o'tmadi. U holsizlanib yana o'rindiqqa yonboshladi. Uning boshi onasining o'sha eski kiyimlar solingan yirtiq tuguniga borib tegdi. "Oyijon, men dadam bilan ketdim. Iltimos, mendan xafa bo'lmang. Sizni juda yaxshi ko'raman." U ohista pichirlab ko'zlarini yumdi. Uning qiyin nafas olishi borgan sari sekinlashdi. Yurak urishi daqiqasiga 30, keyin 20 ga qadar pasaydi. Vokzalning katta minora soati tungi og'ib, tungi 3:00 ni ko'rsatib turardi. 3-kunning ayozli, mudhish tongi otib kelayotgan edi. Ammo bu 3-kun Bekzod uchun endi hayot kitobida yo'q edi. Uning mitti ongi allaqachon mudhish qorong'ulikka o'chgan, qoni qotgan, tanasi esa oddiygina muz bo'lagiga, haykaltaroshning toshdan yo'ngan haykaliga aylanib ulgurgandi. U uzun temir o'rindiqda xuddi ona qornidagi homiladek g'ujanak bo'lib jonsiz yotardi. Ustidagi qor qatlami yana qalinlashgan, uni deyarli to'liq ko'mib yuborgandi. Ertalab o'tib ketayotgan olomon uni shunchaki uysiz odam tashlab ketgan eski tuskilar uyumi yoki axlat deb o'ylab, ko'z qirini ham tashlamasdi. Ayni shu vaqtda vokzalga yosh, chiroyli va serg'ayrat talaba qiz Nilufar yugurib kirib keldi. U tibbiyot institutining 4-bosqichida a'lo baholarga o'qirdi. Bugun juda muhim, hal qiluvchi amaliyot imtihoni borligi uchun odatdagidan ham erta turgandi. Ammo kutilmaganda shahar markaziga boradigan yagona avtobusiga kechikib qolgan. Shuning uchun boshqa yo'l bilan aylanma elektrichkaga chiqmoqchi bo'lib vokzalga shoshib kelgandi. Nilufar qo'lida qalin konspektlarini ushlab, soatiga asabiy qarab,
Perronda shoshib yurib borayotganda kutilmaganda ko'zi uzoqroqdagi chekka burchakda turgan yolg'iz temir o'rindiqqa tushdi. Dastlab u ham hamma qatori vaqt tig'izligida e'tibor bermay o'tib ketmoqchi bo'ldi. Lekin qandaydir ichki hissiyot, nimadir uni taqqa to'xtatdi. Bu nima edi? Bo'lajak shifokorning kasbiy sezgisimi yoki toza, sof insoniylik mehri uni tortdimi? U o'rindiqda yotgan, qor ostida qolgan eski kiyimlar uyumi orasidan chiqib turgan qandaydir g'alati shaklni ko'rdi. Yaxshilab tikilib qaradi. Bu kichkina, rangi timqora va ko'k tusga kirib ketgan mitti inson qo'li edi. Ha, bu kattalarning qo'li emasdi. Bu kichkina bolaning 5-6 yoshli murg'akning jonsiz qotib qolgan qo'li edi. Nilufar kitoblarini qorga tashlab yuborib, o'sha tomonga qarab qanday yugurib borganini o'zi ham sezmay qoldi. "Qo'y, bola. Tur o'rningdan." U titrayotgan qo'llari bilan bolaning ustidagi qalin qorni shosha-pisha silab tashladi va Bekzodning qorga botgan yuzini ko'rdi. Nilufar dahshatdan qattiq qichqirib yuborishiga bir bahya qoldi. Bolaning mitti yuzi xuddi o'lik mumdek oppoq oqargan, lablari qop-qora, yopiq ko'zlarining uzun kipriklari oq muz qotgan edi. U qandaydir soniyalar ichida darrov qalin qo'lqopini yechib tashlab, muzdek barmoqlarini bolaning bo'ynidagi uyqu arteriyasi ustiga qo'yib tomir urishini ushlab ko'rdi. Tomir urishi mutlaqo yo'qdek tuyuldi. U nafasini ichiga yutib yana kutdi. Yo'q. Bor. Juda zaif. Xuddi ingichka, uzilib qolayotgan ipdek bazo'r urib turibdi. Lekin urib turibdi. U tirik. Xudoyim, u tirik ekan. Odamlar, yordam beringlar, deb qattiq vokzalni buzib baqirdi Nilufar. Kim bor? Tez yordam chaqiringlar, o'lib qoladi hozir. Uning jon holatdagi chinqirig'idan atrofga shoshilayotgan odamlar yig'ila boshladi. Boyagina bu muzlagan axlatning yonidan mutlaqo befarq o'tib ketgan o'sha xudbin odamlar endi uyalmasdan aqlli telefonlarini chiqarib, bu dahshatli manzarani tasvirga, videoga ola boshlashdi. Voy bechora! Kimning farzandi ekani? Olib qolibdimi? Ota-onasi qayerga qaraydi, deb soxta achinish qilib pichirlashardi ular. Nilufar g'azabdan yuzlari qizarib ketdi. Videoga olmanglar, ifloslar. Telefonni qo'yib tez yordamga qo'ng'iroq qilinglar tezroq. Amaki, qarab turmang, qalin kurtkangizni bering tezroq, bola muzlab o'lyapti. Uning qat'iy o'kirishidan bir o'rta yashar erkak uyalib ketib, darhol qalin kurtkasini yechib berdi. Nilufar jonsiz, toshdek qotgan Bekzodni kurtkaga ehtiyotkorlik bilan o'radi. U yuzaki massaj qila boshladi, lekin juda katta ehtiyotkorlik bilan harakat qildi. Tibbiyotda o'qigani uchun u juda yaxshi bilardi. Uzoq vaqt qattiq muzlagan tanani birdaniga qattiq ishqalash yoki issiq suvga tiqish aslo mumkin emas. Unday qilinsa mo'rtlashgan qon tomirlari chilparchin bo'lib yorilib ketadi. Ichki qon ketishdan inson o'sha zahotiyoq halok bo'ladi. Tez yordam mashinasi haqiqatdan ham tezda, atigi 10 daqiqada signallarini chalib yetib keldi. Mashinadan tushgan yoshi katta, tajribali reanimatolog vrach bolani bir qarab ko'zdan kechirdi-yu, umidsizlik bilan chuqur xo'rsinib, boshini chayqadi. Ahvoli o'ta og'ir. Hatto umid yo'q darajada og'ir. 3 yoki 4 darajali sovuq urish. Tana harorati kritik tushib ketgan. Bolakay chuqur komada. Bekzodni ehtiyotkorlik bilan tez harakatlar qilib zambilga solib, tez yordam mashinasiga yuklashdi. Nilufar ham o'zining hayot-mamot imtihoni haqida butunlay unutib, qor ustida qolib ketgan konspektlariga ham qaramay, ular bilan birga mashinaga chiqib ketdi. Mashina sirenalari tonggi shaharni teshib yuborgudek uvlab, maxsus yashil chiroqlarni yoqib, kasalxona tomon uchib ketdi. Kasalxonada bolalar reanimatsiyasi bo'limi butunlay oyoqqa turdi. Jarrohlar va hamshiralar Bekzodning kiyimlarini qaychi bilan qirqib olishga majbur bo'lishdi, chunki nam kiyimlar tananing terisiga go'sht bilan qo'shilib yopishib qolgandi. Qo'l va oyoq barmoqlari shunday qop-qora tusga kirgandiki, buni ko'rgan ko'z chiday olmasdi. Bu qorason nekroz to'qimalarning hujayralarining qaytarib bo'lmas darajada o'lishi allaqachon boshlanganidan dalolat berardi. Zudlik bilan termoregulyatsiyani sun'iy tiklashimiz kerak. Issiq eritmalar, kapelnitsalar qo'ying, qon aylanishini ushlab qoling, deb qattiq buyruq berdi reanimatsiya bo'limi mudiri. Doktor. Uning mitti oyoqlari qop-qora-ku.
Saqlab qola olamizmi bu pahlavonni, dedi yoshgina hamshira chidab turolmay yig'lab yuborib. Doktor og'ir xo'rsindi, ko'zoynagini yechib artdi. Hozir bizning eng birinchi va yagona maqsadimiz faqat va faqat uning jonini, miyasini saqlab qolish. Agar qotgan qon erib, o'lik hujayralardagi zaharli toksinlar qonga so'rilib sepsis, ya'ni qon zaharlanishi boshlansa, uni qutqarish uchun radikal amputatsiya qilishga, oyoq-qo'llarini kesishga majbur bo'lamiz. Nilufar esa amaliyot kiyimida koridorda muzdek yerga o'tirib olgancha, tizzasini quchoqlab tinimsiz Xudodan duo qilardi, ko'z yoshlari yuzini yuvardi. U bu mushtakkina bolani umuman tanimasdi, kechagacha uning borligini ham bilmasdi, lekin uning ojizgina jussasi, bechora taqdiri qizning mehrli yuragiga to'g'ridan-to'g'ri bir umrga muhrlanib qolgandi. Oradan ancha vaqt o'tib reanimatolog vrach horg'in qiyofada eshikdan chiqdi. Qizim, bu bolani qordan sen topib oldingmi? Ha doktor, men. Aytingchi, u yashaydimi? Tirik qoladimi? Yuragi juda zaif. Boshqa a'zolari ham. Organizm mutlaqo uyqu, o'zini o'chirish rejimiga o'tib qolgan, tana harorati zo'rg'a ko'tarilyapti. Lekin meni hayratga solgan bir narsa bor. U behush bo'lishiga qaramay alahsirayapti, tinimsiz bir nimani ming'irlayapti. Nimani aytyapti doktor? Faqat bitta so'zni zardob yutgandek takrorlayapti. Oyi, kelaman dedingiz-ku. Qayerdasiz oyi? Ayni shu mudhish vaqtlarda shaharning narigi chetidagi iflos, chang qoyliq bozorida boshqa bir jiddiy, asabiy drama yuz berayotgandi. Shahnoza ketma-ket 3 kun davomida ko'ziga uyqu nimaligini bilmagan, deyarli tuzuk ovqat yemagan ahvolda edi. U mardikorlar bozorida devorga suyanib turardi, biroq uning o'lgudek rangpar ro'yi, yirtiq yamoq kiyimlari, g'alati qaltirashi va telbalardek xatti-harakatlarini ko'rib, hech kim u bilan savdolashmadi, unga ish ham bermadi. Ochlik, sovuq va vijdondagi jahannam uning ko'zini haqiqatda ko'r qilib qo'ygandi. U bozorning gavjum rastalari orasida sarson yurib, bir semiz ayolning ochiq qolgan sumkasidan qalin charmli hamyonining cheti chiqib turganini ko'rib qoldi. Miyasini mutlaq qalin tuman qoplagan, ong ishlamasdi. U qalbida o'g'ri emasdi, birovning haqidan har doim qo'rqardi, lekin hozir yovvoyi hayotiy instinkt, ochlik qabihlikdan ustun keldi. U qaltirayotgan iflos qo'lini ohista cho'zdi va hamyonni chaqqonlik bilan sug'urib oldi. Lekin o'sha ondayoq, voy dod! O'g'ri! Ushlanglar iflosni! Pulimni o'g'irladi, deb butun bozorni boshiga ko'tarib baqirdi qurbon ayol. Shahnoza hamyonni bag'riga bosib qochmoqchi bo'ldi, lekin 3 kunlik holsizligi, oyog'idagi darmonsizlik tufayli bazo'r bir necha qadam yurdi-yu, qoqilib yuztuban yiqildi. Odamlar darhol yugurib kelib uni o'rab olishdi. Kimdir rahmsizlarcha qorniga tepdi, kimdir yuziga tupurdi. O'sha ayol kelib sochidan qattiq yulqiladi. Ey iflos qora ko'z! Birovning halol haqqini yeysanmi? Xudo ursin seni! Politsiya chaqiringlar, qamataman buni! Uchastka noziri ko'p o'tmay yugurib yetib keldi. U yerdan turishga ham madori qolmagan Shahnozaning qo'llarini orqasiga qayirib temir kishan taqdi. Yur bo'limga, qamoqxona itlari. Narkomanmisan nimasin seni? Rangingni qara, o'likka o'xshaysan, tur qani. Shahnoza zarracha qarshilik qilmadi, hatto demadi. U xuddi dasturi o'chirilgan robot kabi, bo'sh ko'zlari bilan qayerga tortishsa, o'sha tomonga ketaverdi. Axir uning ruhi poyezd vokzalida o'g'lini tashlab ketgan daqiqadayoq allaqachon o'lib bo'lgandi. Militsiya tayanch punktining tergov xonasi zax hidli edi. Yosh, izzattalab leytenant Farhod ismli tergovchi Shahnozani so'roq qila boshladi. Ism familiyang nima? Pasporting qani? Shahnoza jim, ko'zlari polga qadalgan. Qayerda yashaysan deyman? Nega qip-qizil kunda o'g'rilik qilding, ahmoq xotin? Shahnoza oppoq devorga tikilib, kar-soqovdek o'tiraverdi. Gapir deyman senga, deb yozuv stulini qattiq tepdi Farhod g'azab bilan. Senga o'xshagan tekinxo'rlar dastidan bozorda aslo tinchlik qolmadi o'zi. Shu asabiy paytda xonaga boshqa bir semizroq militsiya xodimi kirib keldi. U qo'lidagi pult bilan devordagi kichkina televizorni yoqdi. Ekranda maxsus favqulodda xabar, yangiliklar ko'rsatuvi ketayotgandi.
Diktorning sovuq ovozi eshitildi. Bugun ertalab Toshkentning Shimoliy vokzalidan o'ta og'ir ahvolda, muzlab qolgan holda topilgan 6-7 yoshlar atrofidagi bolakay zudlik bilan shahar reanimatsiyasiga yotqizildi. Bolaning shaxsi hozircha mutlaqo noma'lum. Vrachlarning ta'kidlashicha, u kamida 3 kun davomida qahraton sovuqda, ochiq osmon ostida ovqatsiz qolib ketgan. Guvohlarning fikricha, uysiz onasi tashlab ketgan bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Ekranda kutilmaganda reanimatsiyada jonsiz yotgan Bekzodning surati paydo bo'ldi. Uning yuzi efir qoidasiga ko'ra xiralashtirilgan bo'lsa-da, qirqib olingan kiyimlari, o'sha Shahnoza o'z qo'li bilan kiydirgan yirtiq kurtka va eng asosiysi, Shahnoza ataylab yashirish uchun tashlab ketgan o'sha eski tugun aniq, yirik planda ko'rinib turardi. Shahnoza mudrashdan uyg'onib ekranga qaradi va miyasida chaqmoq chaqdi. U birdan shunday dahshatli, quloqni kar qilgudek chinqirib yubordiki, bu chinqiriq aslo oddiy insonning ovoziga o'xshamasdi. Bu bolasi o'ldirilgan, yarador ona bo'rining yovvoyi o'kirishi, tubsiz faryodi edi. Bekzod. Bolam. Bolajonim, u bog'langan stuldan o'zini yerga otdi va tirnoqlari qonaguncha beton polni tirnay boshladi. O'lmabdi. Mening bolam tirik. Xudoyim, yagona Xudoyim tirik. Tirik. Tergovchi Farhod shokda qotib qoldi, hatto nima bo'layotganini anglamadi. U Shahnozani yoqasidan ko'tarib siltadi. Bu sening bolangmi? Televizorda, vokzalda muzlagan bola seni o'g'lingmi, iflos? Shahnoza qonli yuzini Farhodning etiklariga surtib, tinimsiz boshini polga urardi. Ha, men tashlab ketdim uni. Men eng iflos onaman. Qodir dadasi o'ldiraman degandi. Men qo'rqoqman, qo'rqdim. Bekzod, bolajonim, onangni kechir. Iltimos, meni uning oldiga olib boringlar, so'ngra osib o'ldirsangizlar ham mayli. Tergovchi Farhod darrov o'ziga kelib tez yordam va yuqori boshliqlarni chaqirdi. Jinoyat ishi oddiygina mayda bezorilik va o'g'rilikdan. Insonni hayot uchun o'ta xavfli holatda qoldirish va ota-onalik majburiyatini shafqatsizlarcha bajarmaslik mudhish qasddan qilingan jinoyat moddalariga o'zgardi. Kasalxonada esa ayni shu daqiqalarda Bekzodning hayoti yana yupqa ipda osilib turardi. Uning ahvoli keskin og'irlashdi. Isitmasi 40 darajadan oshib, butun vujudiga zahar tarqala boshladi. Vrachlar favqulodda konsilium, shoshilinch maslahat kengashini yig'ishdi. Afsuski, chap oyog'ini umuman saqlab qolishning iloji qolmadi, dedi bosh jarroh boshini egib, chuqur gangrena, qorason boshlangan. To'qimalar butunlay erib zaharlangan. Tizzadan pastini aynan bugun, hoziroq kesishimiz shart. Bo'lmasa zahar qonga o'tib ertagacha butun tanaga tarqaladi va bolani 100% yo'qotamiz. Eshik ortida o'tirib bu mash'um so'zlarni eshitgan talaba qiz Nilufar yuzini devorga bosgancha dod solib yig'lab yubordi. Yo'q, iltimos doktorlar. U axir endigina 6 yoshda-ku. Qanday qilib bir umrga bir oyoqli nogiron bo'ladi? Yana boshqa chora izlanglar, yolvoraman. Lekin tibbiyot qonunlari shafqatsiz va rahm shafqatsizdir. Operatsiya xonasida katta yorqin chiroqlar yondi. Bekzod kuchli narkoz, og'riq qoldiruvchilar ta'sirida jarrohlik stolida jonsiz yotardi. Uning ongi yana chuqur tushlar, saroblar ko'rardi. Tushida u nihoyatda katta, issiq uyda bezatilgan dasturxon atrofida o'tiribdi. Dasturxon ustida u hech qachon to'yib yemagan issiq, bug'i chiqib turgan non, ko'plab somsalari, mevalar taxlangan. Onasi Shahnoza juda chiroyli, toza oq ko'ylakda kulib eshikdan kirib keldi. Bekzodjon, pahlavonim, keldingmi bolam, dedi onasi chiroyli kulib. Keldim, oyi. Men sizni vokzalda rosa uzoq kutdim. Endi meni tashlab hech qachon ketmayman, bolam. Lekin kutilmaganda tushidagi onasining o'sha oppoq ko'ylagi qip-qizil qonga bo'yaldi, qo'llaridan qon tomar edi. Va uzoqdan o'gay otasi Qodirning badmast, jinnilarcha kulgisi quloqni yirtgudek eshitila boshladi. Bekzod, dada qo'yib yuboring, deb tipirchiladi. Operatsiya naq 4 soat tinimsiz davom etdi. Mohir jarrohlar bolaning kichik hayotini o'lim panjasidan sug'urib saqlab qolishdi. Lekin buning to'lagan xuni narxi u uchun juda qimmat bo'ldi. Bekzod aziz jonini saqlab qolish uchun o'zining chap oyog'ining boldiridan pastki qismidan va o'ng oyog'ining qorayib ketgan 3 ta mitti barmog'idan abadiy ajraldi.
U endi hech qachon tengqurlari kabi chopib yurolmasdi. Shahnozani qo'llariga temir kishan, oyoqlariga zanjir taqqan holda maxsus militsiya mashinasida kasalxonaga olib kelishdi. U tergovchilarga yo'l bo'yi yalinib, hech bo'lmasa uzoqdan bolasini bir marta ko'rishni, u bilan vidolashishni so'ragandi. Mayli, uni qamoqqa olib ketishdan oldin ko'rsatinglar, dedi Farhod tergovchi achinib va ayni paytda jahl bilan. O'z qilmishining mudhish oqibatini o'z ko'zi bilan ko'rsin, toshbag'ir ayol. Shahnozani reanimatsiya bo'limining katta oyna eshigi oldiga sudrab olib borishdi. U yuzini sovuq oynaga bosib ichkariga qaradi. O'sha yerda oq choyshabga o'ralgan, har xil pichillaydigan apparatlarga, naychalarga ulangan kichkina, ojiz vujudni ko'rdi. Choyshabning pastki qismiga e'tibor berdi. O'ng oyoq tarafi ko'tarilib turardi, lekin chap tomoni mutlaqo tekis, bo'm-bo'sh edi. Oyoq yo'q edi. Shahnoza bir lahzada hamma narsani tushundi. Ko'ziga qon to'lib, qattiq qichqirgani holda hushidan ketib muzdek kafega chalqancha yiqildi. U aynan o'sha mudhish lahzada ruhan 1000 marta tirilib, 1000 marta o'ldi. U bolasi chindan ham tirik qolishi uchun Xudodan tinimsiz duo qilib so'ragandi. Lekin uni o'z qo'li bilan nogiron qilib qo'yganini, qulubsiz qafasga solganini endi anglab, o'zini, o'z onaligini abadiy la'natladi. Zolim o'gay ota Qodir esa bu vaqtda o'zining iflos uyida, eski divanda yotib, aroqni paqillatib ichib, baland ovozda televizor ko'rib yotardi. U xotini Shahnoza va arzimas o'gay o'g'li qayergadir qochib ketgan, mendan mutlaqo qutulib, qorasi o'chdi deb o'ylardi va bundan benihoya xursand, kayfi chog' edi. Lekin to'satdan eshik gumburlab taqilladi. Bu safar mahalla posboni yoki Bezovda qo'shnilar emas, qora niqobli maxsus omon otryadi kelgandi. Chunki Shahnoza o'ziga kelgach, tergovda barcha bor haqiqatni, Qodirning muntazam tahdidlarini, ularni so'yib ko'mish bilan qo'rqitib uydan quvganini birma-bir oqizmay-tomizmay aytib bergandi. Toshkent chekkasidagi o'sha yovvoyi hovli. Temir darvoza zanglagan, atrof qarovsiz. Ichkarida Qodir shishaning tagida qolgan sassiq aroqni stakanga quyib, iflos dasturxon ustida o'tirib o'zicha g'o'ldirardi. O'ldimi ikkalasi ham? Itdek qotibdi-da. Zo'r bo'ldi, qutuldim. Endi bu uyni tezda sotaman-da, puliga mazza qilib, xohlagancha o'ynab yashayman. Hech kim bilmaydi sirimni. Shu payt darvoza yana qattiqroq taqilladi. Qodirning asabi buzilib, sergak tortdi. Kim u iflos? Tinchlik bormi, yo'qmi? Javob bo'lmadi. Yana taqilladi. Qodir so'kina gandiraklab borib darvoza zulfinini ochdi. Nima kerak senga, ja? Zulfin ochilishi bilan og'ir temir eshik tashqaridan shunday qattiq zarb bilan tepildiki, eshik Qodirning yuziga urilib, u chalqancha qonab yiqildi. Hovliga 10 ta niqobli, avtomat ko'targan maxsus guruh va tergovchi Farhod bostirib kirdi. Yot yerga, iflos. Qo'lingni orqangga qil. Qimirlama, otaman. Qodirning basharasini tuproqqa, loyga shafqatsizlarcha ishqalashdi, qo'llarini orqaga qayirib kishan urishdi. Nima qildim axir? Men o'z uyimda tinchgina o'tiribman-ku. Qanday haqqinglar bor, deb bo'kirdi Qodir tishlari orasidan qon tuflab. Tergovchi Farhod uning oldiga kelib cho'kkaladi, ko'zlariga nafrat bilan tikildi. Sen o'z xotiningni va murg'ak o'gay o'g'lingni o'limga hukm qilding. Ularni uydan ko'chaga haydading, pichoq bilan o'ldiraman deb tahdid qilding. Sening kasofating tufayli bola vokzalda muzlab o'lay dedi. Chap oyog'idan umrbod ajraldi. Xotining esa shu qilmishi uchun hozir qamoqda, devor tirnab o'tiribdi. Bu ishlaring uchun javob berasan, iflos. Qodir iljaydi. Spirtli ichimlik ta'sirida hali ham vaziyatning jiddiyligini anglamas, qo'rquvni his qilmasdi. O'sha fohishaning bo'lmag'ur gapiga ishonib kelibsizlarda. O'zi qochib ketdi biron o'ynashi bilan. Men hech nima qilmadim. Farhod o'z g'azabini zo'rg'a bosib, Qodirning qulog'iga sovuq pichirladi. Shahnoza hammasini birma-bir aytdi. Tahdid qilganingni, o'sha qassob pichog'ini qayerga yashirib qo'yganingni, qachon va qanday urganingni. Hamma dalillar, guvohlar bor. Sen endi bu xaroba uyingdan faqat uzoq yillik qamoqqa, chiriydigan joyga ketasan. Qodirni itdek sudrab mashinaga tiqishdi. Mahalladagi qo'shnilar, bolalar chiqib bu sharmandali manzarani tomosha qilishdi.
Ha, itga it o'limi munosib, dedi oqsoqol qo'shni chol tupurib. Bechora Shahnozani yoshligidan qon qilib yuborgandi shu zolim. Xudoning qahri keldi oxiri. Kasalxona. Reanimatsiya bo'limi. 3-kun. Oq devorlar orasida hayotni ushlab turgan apparatlarning bir maromdagi pip, pip, pip degan ritmik ovozi sokin eshitilib turardi. Kutilmaganda Bekzod uzun va muzlagan kipriklarni qimirlatdi. Qovoqlari xuddi qo'rg'oshindek og'ir, ochilishi juda qiyin edi. U kuchini to'plab, nihoyat qoraygan ko'zlarini ochdi. Atrof oppoq nurga to'la. Kichkina burniga shifoxonaning o'tkir dori yod hidi urildi. "Suv", dedi u zaif pichirlab. Ovoz o'rniga faqatgina xirillagan, quruq tovush chiqdi. Uning yonidagi stulda kecha-yu kunduz uxlamay kitob o'qib o'tirgan, ko'zlari qizarib ketgan yosh talaba qiz Nilufar bu ovozni eshitib, sakrab o'rnidan turib ketdi. "Bekzod, bolajonim, uyg'ondingmi?" Nilufar quvonchdan yig'lab yuborib, darrov stakanga maxsus naycha soldi va uning quruqshab yorilgan lablariga ohista tutdi. Bekzod yutina katta ishtiyoq bilan bir necha qultum suv ichdi. Suv uning cho'l kabi qurib, yirtilib ketgan tomog'iga tom ma'noda hayot bag'ishladi. U atrofga, shiftga, Nilufarga hayron bo'lib qaradi. "Oyim qani?" Bu uning og'zidan chiqqan eng birinchi, eng muhim savoli edi. "Biz hozir vokzaldamizmi? Poyezdimiz ketib qoldimi xola?" Nilufarning yosh to'la ko'zlariga yanada ko'proq yosh keldi. Tomog'iga achchiq yig'i tiqildi. U shu lahzada bu murg'ak farishtaga nima desin? Oying seni o'limga tashlab ketgani uchun, senga xiyonat qilgani uchun qamoqda temir panjara ortida o'tiribdi desinmi? Sen bo'lsang endi bir umrga nogiron, oqsoq bo'lib qolding desinmi? Qanday qilib bu dahshatni uning kichik yuragiga ko'tarishga majbur qiladi? "Biz hozir kasalxonadamiz, Bekzodjon. Sen qattiq sovuqda ozgina kasal bo'lib qolding. Men shifokorman. Oying sening oldinga hozircha kela olmaydi. U uzoqroqda juda muhim ishlari bilan band." Bekzodning ko'zlarida yana o'sha mudhish, tanish qo'rquv paydo bo'ldi. "Qodir dadam bizni topib oldimi? Oyimni yana qon qilib urdimi?" Yo'q, Xudoyim saqlasin." Nilufar uning mitti qo'llaridan mahkam ushladi. "Qodir dadang endi umuman yo'q. Uni militsiya ushlab olib ketdi. U seni yoki onangni boshqa hech qachon xafa qilmaydi. Men bunga va'da beraman, qo'rqma shering." Bekzod chuqur nafas olib, biroz tinchlandi. Kuchli og'riq qoldiruvchi dorilar ta'siri hali tarqamagan, qonida aylanib yurgani uchun tanasida birorta kuchli og'riq sezmasdi. Faqat chap oyog'ining tagi, tovon qismi negadir g'alati qichishayotgandek tuyuldi. "Xola, oyog'imni qichib qo'ying, qashib qo'ying", dedi u Nilufarga yalingandek ohangda. Nilufarning ustidan bir chelak muzdek suv quygandek joyida qotib qoldi. Rangi oqarib ketdi. Qaysi oyog'ingni, jondorim?" "Chapini. Eng pastdagi barmog'im judayam qichiyapti." Bu tibbiyotda shafqatsiz fojia hisoblangan fantom og'rig'i deb ataladigan ruhiy jismoniy holat edi. Miyadagi asab tolalari uzilib ketgan bo'lsa-da, miya hali ham u tana a'zosi o'z joyida bor deb o'ylardi va asab signallarini yuborardi. Vaholanki, u oyoq allaqachon kesib tashlangan, yo'q edi. Nilufar faryod qilib yig'lab yubormaslik uchun labini qonaguncha qattiq tishladi va qalin ko'rpaning ustidan o'sha oyoq yo'q bo'shliqni, havoni go'yo uqalagandek qilib silab qo'ydi. "Qoldimi qichishi?" "Ha, rahmat." Lekin Bekzod bola bo'lsa ham qandaydir nimadir mutlaqo noto'g'ri, g'alati ekanini o'zining sezgirligi bilan darhol sezdi. U e'tiborini ko'rpaning pastki qismiga, o'zining oyoqlari turgan tomonga qaratdi. U o'ng oyog'ining joylashuvi do'ppayib, baland bo'lib turganini ko'rdi, lekin chap tomoni ko'rpa bilan birga to'ppa tekis, bo'm-bo'sh yotar edi. Bekzod butun bor kuchi bilan ko'kragidan tepaga qarab boshini qiyinchilik bilan ko'tardi. Titrayotgan kichkina qo'li bilan ko'rpani qattiq ushlab tortib yubordi va mudhish haqiqatni ko'rdi. Tizzasidan pastki qismi oppoq, qalin bint bilan qattiq o'ralgan, g'altakdek bo'lib turardi. Pasti oyog'i umuman yo'q edi. Xonada bir necha soniya qabriston sukutidan ham mudhishroq, kar qiluvchi sukunat hukm surdi.
Bola ko'z o'ngida ko'rib turgan bu shafqatsiz haqiqatni qabul qilishga, tushunishga harakat qildi. Oyog'im. Qayerda? Meni oyog'im. Keyin uning bo'g'zidan shunday hayvoniy, yurakni tilka pora qiladigan vahimali chinqiriq yangradiki, butun bolalar bo'limi devorlar larzaga keldi. Oyog'im. Oyog'im qani? Oyijon, yordam bering. Vrachlar va 3 ta hamshira shosha-pisha yugurib, yiqilib surinib xonaga kirishdi. Ular o'zini yo'qotgan Bekzodni zo'rg'a, kuch bilan ushlab qolishdi. U yovvoyi holda tipirchilar, yig'lar, bog'langan bintni yulib, yirtib tashlab o'z oyog'ini qidirmoqchi bo'lardi. Tinchlantiruvchi. Promedol qiling tezroq, hozir choklari so'kilib ketadi, deb baqirdi bosh doktor asabiy holda. Ukol ninasini sanchishdi. Bekzodning ko'zlarida qotib qolgan dahshat va umidsizlik hech qachon ketmaydigandek edi. Men endi qanday qilib yuraman? Bolalar bilan qanday yugurib o'ynayman? Oyijon, oyog'imni olib kelib bering. Oyi. Katta dozadagi ukol tezda o'z ta'sirini ko'rsatib, bola yana og'ir, bo'g'iq uyquga ketdi. Lekin uning mitti yostig'i, oq choyshabi tinimsiz oqqan ko'z yoshlardan ho'l bo'lib, shalabbo bo'lib ketgandi. Nilufar bu manzaraga ortiq dosh bera olmadi. U koridorga otilib chiqdi va zax devorga suyanib, urib yig'lagancha polga sirpanib o'tirib qoldi. Uning yosh va beg'ubor yuragi bir begunoh bolaning bu qadar shafqatsiz azoblanishini ko'tara olmasdi. Ayni shu kunlarda tergov izolyatori, qisqacha sizo binosi. Zax, sovuq va qorong'i bir kishilik kamerada Shahnoza murdadek qotib o'tirardi. U olib kelingan idishdagi balchiqdek ovqatni yemasdi, hatto qultum suv ichmasdi, kechalari mijja qoqmay uxlamasdi. Faqat bir burchakka, to'r panjaraga tikilib, ovozsiz tebranib o'tiraverardi. Temir eshik g'irchillab ochilib, tergovchi Farhod kirdi. Shahnoza Qodirova. Yuring, oldingizga tayinlangan advokatingiz keldi. Shahnoza og'ir boshini zo'rg'a ko'tardi. O'g'lim Bekzod qanday? U yaxshimi? Tirikmi? O'g'lingiz hushiga keldi, dedi Farhod o'ta sovuqqonlik va befarqlik bilan, lekin uning ahvoli havas qilgudek emas. Jismoniy ahvolini qo'ya turing, uni olgan ruhiy jarohati, nogironlik zarbasi hatto jismoniy jarohatdan ham million marta og'irroq. Bola ruhan yiqildi. Advokat yosh, ko'zoynak taqqan, yuzida qat'iy ifoda bor ayol edi. U qo'lidagi qalin qog'ozlarni stolga tashlab Shahnozaga ko'rsatdi. Shahnoza opa, vaziyatingiz juda og'ir. Sizga Jinoyat kodeksining 117 moddasi, ya'ni insonni xavf ostida qasddan qoldirish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu degani sizni sudda kamida 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi kutmoqda. Lekin ochig'ini aytsam, eng yomoni sizning qamalishingiz emas. Bundan yomoni nima bo'lishi mumkin qamoqdan ham, so'radi Shahnoza titrab. Vasiylik va homiylik organlari sizni onalik huquqidan umrbod mahrum qilish bo'yicha maxsus sudga o'z arizasini kiritdi. Ular sizni o'z qonli bolangizning hayotiga bevosita xavf tug'dirgan, ataylab o'limga tashlab ketgan va uning nogiron bo'lishiga sababchi bo'lgan eng xavfli shaxs deb hisoblashyapti. Shahnoza bu gapdan stuldan sirpanib ketayozdi, chetini changallab qoldi. Yo'q. Yolvoraman, faqat bolamni mendan tortib olmanglar. Men axir uni o'limdan qutqarmoqchi edim. O'sha qodir yirtqich uni bo'g'izlab tashlayman degandi. Men shundan qo'rqib qochgandim. Biz buni sudda albatta aytib isbotlashga urinamiz. Lekin sud uchun quruq so'z emas, fakt muhim. Fakt shuki, sizning o'z bolangiz qahraton ayozda, ko'chada 3 kun qolib ketgan, barmoqlari, oyog'i kesilgan, siz esa o'sha vaqtda bozorda issiq joy qidirib, o'g'irlik qilib yurgansiz. Qaysi sudya buni farzandini qutqarish deb baholaydi? Ular sizni yomon ona deb bilishadi. Shahnoza yuzini qaltiragan qo'llari bilan yopib oldi, yelkalari silkinib yig'lardi. Mayli. Agar qonun shunday bo'lsa, meni qamanglar. Eng og'ir jazoni beringlar, xohlasangiz devorga taqab otib tashlanglar. Faqat Bekzodga aytinglar, borib aytinglar. Uning onasi uni sotmadi, tashlab ketmadi. Men uni dunyodagi hammadan ko'proq yaxshi ko'raman. Uni endi kim boqadi, kim qaraydi, shafqatsizlarcha so'radi advokat.
Unga qaraydigan, uyga oladigan yaqin qarindoshlaringiz, aka-ukalaringiz bormi? Yo'q. Hammalari mendan, mening muammolarimdan yuz o'girishgan. Demak, siz qamalib, huquqdan mahrum bo'lsangiz, bola to'g'ridan-to'g'ri mehribonlik uyga ham emas, maxsus nogironlar internatiga jo'natiladi. Bu so'z Shahnozaning yuragiga xuddi bolta bo'lib tushdi. Nogironlar uyi. Uning quvnoq, chopqir, aqlli o'g'li. Endi xira, sovuq devorlar orasida, nogironlar aravachasida miltirab osadimi? Kasalxonada esa Nilufar bir daqiqa ham Bekzodning yonidan jilmasdi. U bor e'tiborini shu bolaga qaratib, hatto o'zining institutdagi o'qishini ham tashlab qo'ygandi. Dekanatdan agar darslarga qaytmasang, haydalasan degan oxirgi ogohlantirish qog'ozi ham keldi. Lekin Nilufarning parvoyiga zarracha kelmadi. Bekzod har safar uyg'onganida faqat va faqat Nilufarni izlardi, qidirardi. Nilufar opa, iltimos siz ham ketib qolmang. Oyim kabi tashlab ketmang meni. Men hech qayerga ketmayman, pahlavonim. Men har doim shu yerda, sening yoningda, sening oldingda bo'laman. Bir kuni ular yotgan palataga vasiylik organidan jiddiy, qattiqqo'l bir ayol ko'p qog'ozlar ko'tarib kirib keldi. Bemorimiz Bekzod Qodirov shu bolami? Biz barcha hujjatlarni tezkor rasmiylashtiryapmiz. Uning tibbiy davolanishi va choklari bitishi tugagach, ertagayoq uni Muruvvat uyiga, maxsus nogironlar yotoqxonasiga o'tkazamiz. Bekzod Muruvvat uyi nima ekanini mutlaqo tushunmasdi, uning ma'nosini bilmasdi. Lekin bu begonaning sovuq ohangidan, qattiq ovozdan qattiq qo'rqib ketib, Nilufarning quchog'iga kirib, unga yopishib oldi. Nilufar tezda o'rnidan sakrab turdi. Yo'q. Uni hech qayerga, hech qanday yetimxonaga olib ketmaysiz. Siz o'zi kimsiz bu yerda hukm o'qiydigan? Qizim, men qonuniy vakilman. Yaxshilab tushunib oling, qonun shunday, uning o'z onasi qamaladi, ota huquqidan umrbod mahrum bo'ladi, otasi yo'q. Bola avtomatik ravishda davlat qaramog'iga, nogironlar uyiga olinadi. Bunga qarshilik qila olmaysiz. Agar men o'zim unga vasiylik qilsamchi, dedi Nilufar o'zi kutmagan holda, g'azab bilan to'satdan. Bu fikr, bu qaror uning xayoliga aynan shu soniyada chaqmoqdek kelgandi. Lekin u buni eng to'g'ri, eng insoniy qadam ekanligini butun yuragi, vujudi bilan his qildi. Vasiylik organi xodimi Nilufarga istehzo bilan hayron bo'lib qaradi. Qizim, siz hali yosh talabasiz-ku. O'z uyingiz, elingiz bormi? Qandaydir doimiy daromadingiz, maoshingiz bormi axir? Nogiron, ruhiyati singan bolaga qarash bu senga o'yinchoq o'ynash emas. U juda katta mas'uliyat va azobli mehnat. Men aynan tibbiyot institutida o'qiyman. Unga qanday to'g'ri qarashni, qanday davolashni mendan yaxshi biladigan odam yo'q bu yerda. Mening ota-onam, o'z uyim bor, ular menga albatta yordam berishadi. Garchi aslida ota-onasi uning bu o'yidan umuman bexabar bo'lsa-da. Men baribir bu farishtani o'sha sovuq yetimxonaga berib qo'ymayman. Nilufar kechqurun o'z uyiga qaytib kelib, ota-onasiga yig'lab barcha voqeani, o'zining mudhish qarorini aytib berdi. Otasi o'rta yashar ziyoli inson, avvaliga bu gapdan shokda qolib, qattiq qarshilik qildi. Nilufar, qizim, sen nimalar deyapsan o'zi? Bu bir umrlik juda katta mas'uliyat-ku. Ertaga o'zing oila qurishing, turmushga chiqishing kerak. Endigina hayoting boshlanyapti. Yoshgina qiz bo'la turib, oyog'i yo'q nogiron bolani yetaklab yursang, seni qaysi oila o'ziga kelin qiladi? Nilufar ko'zlaridan duv-duv yosh to'kib, otasining tizzasiga bosh qo'ydi. Dadajon, agar siz uning kasalxonada menga mo'ltirab, javdirab qarab turgan ko'zlarini bir marta ko'rganingizda edi, bunday demagan bo'lardingiz. O'z onasi tashlab ketdi, dunyo yuz o'girdi. Agar biz ham odamlar nima deydi deb yuz o'girsak, bu murg'ak bola tirik qolmaydi, ruhi o'ladi. Katta savob bo'ladi, dadajon, iltimos. Onasi mushtipar ayol qizining boshini silab quchoqlab oldi. Mayli, dadasi, qizimizning aytgani bo'lsin. Savob, yetimparvarlik ishini har kim ham eplay olmaydi. Buning uchun katta yurak kerak. Qizimiz chindan ham ulg'ayibdi, katta va mehribon inson bo'libdi. Men o'zim uyda qarab, unga onalik qilib yordam beraman. Faqirgina bolaga uydan bitta issiq burchak topilmaydimi? Oradan bir oy o'tdi. Katta sud binosining zali. Shahnozaning ishi ko'rib chiqilmoqda.
Shahnoza temir panjara ortida o'tiribdi. U shu bir oy ichida tanib bo'lmas darajada ozib ketgan, doim qop-qora bo'lgan sochlariga oq oralagan edi. Katta sudya barchani turg'izib, uzil-kesil hukmni e'lon qildi. Ayblanuvchi Shahnoza Qodirova O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 117 moddasi, ya'ni ojiz ahvoldagi insonni hayot uchun xavfli holatda qasddan qoldirish aybi bilan to'liq aybdor deb topilib, unga 4 yil muddatga qat'iy rejimdagi koloniyada ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlansin. Shuningdek, voyaga yetmagan bolasining hayotiga xavf tug'dirgani sababli u barcha onalik huquqlaridan umrbod mahrum qilinsin. Shahnoza bu shafqatsiz hukmni eshitib zarracha qimirlamadi, hatto kiprik ham qoqamdi. U o'zining vijdoni oldida o'zini allaqachon eng oliy jazoga, o'limga hukm qilib bo'lgandi. Faqatgina sudya hukmning eng oxirgi qismini o'qiyotganda u boshini ko'tarib tingladi. Jabrlanuvchi bola Bekzod Qodirovning vasiyligi va unga g'amxo'rlik qilish mas'uliyati sud hukmi bilan vaqtincha va doimiy asosda fuqaro, talaba Nilufar Oripovaga qonuniy ravishda topshirilsin. Shahnoza sekin o'girilib, sud zalining eng oxirgi qatorida yig'lab o'tirgan Nilufarga qaradi. Shahnozaning o'lik ko'zlarida cheksiz, ta'riflab bo'lmas darajadagi minnatdorchilik yoshlari miltilladi. U lablarini sekin qimirlatib, dildan "Rahmat senga, 1000 marta rahmat" deb pichirladi. "Mening murg'ak bolamni asra, o'z bolangdek asra." Farhod tergovchi qo'liga kishan taqib Shahnozani zal ortiga olib ketayotganda, u past ovozda so'radi: "O'sha Qodir yirtqich. Uning ishi nima bo'ldi?" Farhod chuqur nafas oldi. Qodirga og'irlashtiruvchi holatlarda qiynoq va zo'ravonlik moddasi bilan 8 yil qat'iy qamoq berildi. U endi o'sha zax qamoqda chiriydi. Adolat qandaydir ma'noda baribir qaror topdi. Adolat qaror topdi. Lekin Bekzodning kesilgan oyog'i hech qachon qaytib kelmasdi. Uning kulgiga boy beg'ubor bolaligi vokzalning o'sha sovuq temir o'rindig'ida muzlab, qor ostida qolib ketgandi. Bekzod og'ir kasalxonadan chiqqan kuni bahorning ilk iliq kunlari edi. Hamma yoqda kurtaklar yozib, tabiat shirin uyqusidan uyg'onayotgan, qushlar sayrardi. Ammo Bekzodning yorilgan qalbida abadiy, hech qachon ketmaydigan izg'irin qish qolgandek edi. Nilufar uni gul ko'tarib o'z uyi, o'z oilasi bag'riga olib keldi. Nilufarning ota-onasi darvoza oldida peshvoz chiqib kutib olishdi. Onasi nogironlar aravachasida boshini egib o'tirgan, bitta oyog'i tizzasidan yo'q bo'lgan, rangpar va ozg'in bolakayni ko'rib chiday olmadi, ho'ngrab yig'lab yubordi. U darhol yugurib borib murg'ak Bekzodni aravasi bilan qo'shib bag'riga qattiq bosdi. "Kela qol bolam, o'z uyingga xush kelibsan. Bu endi faqat sening o'z uying." Bekzod esa jim, sado chiqarmasdi. U shu mudhish kasalxona hayotidan so'ng mutlaqo kamgap odamoviga aylanib qolgandi. Uning ko'zlarida yosh bolalarga xos shiddat, sho'xlik o'rnini katta, yetuk va hayotning zarbasini yegan insonlarga xos og'ir mung egallagandi. Uni uyning eng yorug', quyosh tushadigan chiroyli xonasiga joylashtirishdi. Yumshoq bahoriy karavot, ko'plab chiroyli o'yinchoqlar, yangi va issiq kiyimlar uning ixtiyorida edi. Lekin Bekzod bularning birortasiga qiyo ham boqmasdi. U kun bo'yi deraza yoniga borib, aravachasini oynaga qadagancha ko'chaga jimgina tikilib o'tirardi. Ko'chada bolalar baqir-chaqir qilib futbol o'ynashar, ular tez yugurishar, sakrashar, yiqilib tushib yana kulib turib ketishardi. Bekzod esa hayotida endi hech qachon shunday erkin yugura olmasligini, shamoldek ucha olmasligini butun achchiq haqiqati bilan tushunib yetgandi. U o'zining bo'm-bo'sh, kesilgan oyog'iga qarab, mitti mushtlari bilan tizzasiga qattiq-qattiq urib yig'lardi. Nega? Nega aynan men shunday bo'ldim? Nilufar eshik tirqishidan pinhona qarab bu yurakni ezuvchi manzarani kuzatar, o'zi ham og'zini to'sib yig'lardi. "Bekzod", dedi u ko'z yoshlarini artib qat'iy ovoz bilan xonaga kirib kelib. "Bilaman, hozir senga juda qiyin, juda alamli. Lekin biz bu sinovni birga yengamiz, eshityapsanmi? Ertaga ertalab senga maxsus protez, sun'iy oyoq o'lchash va yasatish uchun markazga boramiz. Sen albatta yana yurasan, men senga so'z beraman." "Temir oyoq bilanmi?" deb so'radi Bekzod umidsiz, ko'zlarida yosh halqalab. "Men xuddi kino kabi robot bo'lib qolamanmi endi?" "Yo'q, robot emas. Sen temir odam bo'lasan", dedi Nilufar mehribonlik bilan jilmayib, uning yoshlarini artib. "Temir odam axir eng kuchli, eng zo'r qahramon-ku, to'g'rimi?"
Protezga o'rganish, yurishni boshidan o'rganish jarayoni bolakay uchun haqiqiy do'zax azobi, sinovi bo'ldi. Kesilgan joy, chok o'rni hali oxirigacha bitmagan, teri o'ta nozik edi. Protezning qattiq plastmassa qismi o'sha nozik teriga ishqalanib yomon botardi. Tashlangan har bir qadam, og'irlik tushgan har bir soniya xuddi go'shtining ichida o'tkir pichoq aylanayotgandek chidab bo'lmas darajada og'riq berardi. Bekzod chiyillab yig'lardi, asabiylashib og'ir protezni yechib devorga otib yuborardi. Kiymayman. Og'riyapti. Kerak emas menga bular, aravada yuraveraman. Nilufar esa bu onlarda unga qo'shilib yig'lasada, zohiran o'ta qattiqqo'llik qilishga, qattiq turishga majbur edi. Kiyasan, Bekzod. Olib kel, kiyasan hoziroq. Agar hozir shu ozgina og'riqqa chidab yurmasang, bir umr qolgan umringni aravachada ojiz bo'lib o'tkazasan. Qani, mening aytganimni qil. Tur o'rningdan. Nilufar o'qishdan yoki ishdan charchab qaytgach, har kuni kechqurun yarim tungacha Bekzod bilan maxsus mashqlar qilardi. Uyning uzun koridori bo'ylab bir qadam. Yana bir qadam. Qaddingni tik tut, yerga qarama. Oyog'ingga ishonib qadam bos. Bekzodning butun tanasi terga botar, pastki labini qonaguncha tishlab, tishini tishiga qo'yib bazo'r yurardi. Muvozanat yo'qolib yiqilib tushardi, sog'lom tizzalari polga urilib qonardi. Lekin Nilufar yugurib borib uni turg'izmasdi. O'zing tur. Sening yoningda doim men bo'lmayman. Sen kimsan? Sen erkaksan. O'zing turgin. Bu oddiy odamning ko'ziga vahshiylik, shafqatsizlik bo'lib ko'rinishi mumkin edi, lekin aslida bu tom ma'nodagi, kelajak uchun qilingan eng oliy, haqiqiy sevgi edi. Nilufar juda yaxshi bilardiki, agar hozir unga rahm qilib, yupatib o'tiraversa, bola bu shafqatsiz hayotning ilk qiyinchiligidayoq sinib qoladi va hech qachon mustaqil yura olmaydi. Oradan naq 2 oylik tinimsiz, azobli mehnat o'tib, Bekzod qisqa hassa tayoqchalar yordamida umuman hech kimning yordamisiz mustaqil ravishda yura boshladi. Garchi u har qadamda silkinib, chuqur oqsoqlanib yursa-da, bu ularning ikkisi uchun eng katta olamshumul g'alaba edi. Nilufar bu yutuqni nishonlar ekan, o'zining shaxsiy hayotida qop-qora bo'ronli bulutlar to'plana boshlagandi. Uning uzoq yillik unashtirilgan yigiti, bo'lajak turmush o'rtog'i Jasur bor edi. Yoshlarning to'yi shu kelayotgan kuzga belgilangandi. Lekin Jasurning onasi Nilufarning yetim, ustiga ustak bir oyog'i yo'q nogiron bolani o'z otasi yo'q vasiylikka olib, qonuniy rasmiylashtirganini eshitib, qiyomat janjal ko'tardi. Bir kuni yomg'irli oqshomda Jasur Nilufarning uyiga mashinasida yetib keldi. Ular ko'chada, qorong'i daraxt panasida yuzma-yuz gaplashdi. Nilufar, dedi Jasur yerni tepib, ko'zini olib qochib, onam oxirgi qat'iy shartni qo'ydilar. Yoki sen u nogiron bolani zudlik bilan yetimxonaga, davlatga qaytarib topshirasan. Yoki bizning to'yimiz, munosabatimiz bekor bo'ladi. Meni to'g'ri tushun, biz hali o'ta yosh oilamiz. Nogiron, begona bola bizning yelkamizda juda katta, ortiqcha va keraksiz yuk bo'ladi. Odamlar, qarindoshlar nima deydi ertaga? Jasur Berovning ko'chada qolgan tashlandiq bolasini boqyapti deb ustimdan kulmaydimi? Nilufar Jasurning yuziga qarab, xuddi umrida birinchi marta ko'rayotgandek uzoq va jim tikilib qoldi. Seningcha Bekzod bir buyummi? Senga ortiqcha yukmi? U tirik, qalbida o'ti bor inson. Men u bolani qorning tagidan, o'lim yoqasidan sug'urib oldim. Endi qanday qilib uni umidlantirib qo'yib, yarim yo'lda yana axlatdek tashlab ketaman? Uning o'sha sotqin onasi Shahnozadan nima farqim qoladi mening? Men insonman, shifokorman axir. Lekin bizning baxtimizchi? Sening kelajaging nima bo'ladi u bilan? Mening kelajagimda senga o'xshagan vijdonsizlikka, xudbinlikka mutlaqo o'rin yo'q, dedi Nilufar ko'zida yosh bilan barmog'idagi tilla uzukni asabiy yulib yechib. Ma, ol uzugingni, Jasur. Onangga mendan salom ayt, men o'z tanlovimni qildim. Men hayotdagi eng og'ir yukim bilan birga qolaman. Sen esa hech qanday yuki va dardi yo'q, baxtli, beg'am hayotingga yo'qol. Jasur indamay uzukni cho'ntagiga urib mashinasiga o'tirdi va changitib ketib qoldi. Nilufar zarracha afsuslanmadi, yig'lamadi. U uyga kirib, to'g'ri Bekzodning issiq xonasiga kirdi. Bola o'zining sevimli kitobini quchoqlaganicha shirin uxlab yotardi. Nilufar egilib, uning peshonasidan uzoq o'pdi. Sen mening o'z o'g'limsan.
Men seni dunyodagi hech kimga, hech narsaga alishmayman, pahlavonim. O'sha yillarda Zangiota ayollar qamoqxonasi, mudhish koloniyada hayot o'zining og'ir maromida o'tardi. Shahnoza qamoqxonaning kiyim-kechak tikuv sexida eng og'ir, eng ko'p normadagi ishni bajarardi. Uning ishi qurilish va zavodlar uchun maxsus qalin kiyimlar tikish edi. Lekin kamdan kam bo'ladigan bo'sh vaqtlarida, hamma uxlayotgan kechalari u yashirincha qolgan jun iplardan kichkina paypoqchalar to'qirdi. Qalin, issiq, yorqin rangli paypoqlar. Uning kameradoshi yoshi o'tib qolgan ayol taajjublanib so'radi. Shahnoza, senga qoyil qolamanda, kimga tinimsiz paypoq to'qiyapsan o'zi? O'g'lingami? Baribir u yerga o'g'lingning qo'liga yubora olmaysan-ku, bularni huquqing yo'q-ku. Shahnoza ohista yurakdan ezilib xo'rsindi. Bilaman, yuborolmayman. Lekin o'sha la'natlangan kunda vokzalda uning kichkina oyoqlari muzlab qolgandi. Men qochib ketayotib, unga shu issiq paypoqlarni kiydira olmagandim. Endi mening aybim bilan uning bir oyog'i umuman yo'q. Men shuning uchun faqat o'ng oyoqqa mos qilib, chap oyog'iga yo'q paypoqlar to'qiyapman. Balki shunday qilsam uning uzoqdagi o'sha muzlagan ruhi biroz bo'lsa-da isinar. Shahnoza har oy boshida ko'z yoshlarga botib o'g'liga atab uzun xatlar yozardi. Salom mening yagona jonim Bekzodjonim. Mening qora ko'zligim. Bugun havo sovuq, oyog'ing, choklaring og'rimayaptimi? Ovqatingni vaqtida to'yib yedingmi? Meni kechir demayman senga bolam, chunki mening bu qabih jinoyatimni kechirib bo'lmaydi. Lekin faqat shuni bilki, men har kuni ertalab sening ismingni aytib yig'lab uyg'onaman. Lekin u bu xatlarning birortasini pochtaga bermasdi, konvertga solib yostig'ining tagiga, qutichaga yig'ib qo'yardi. U o'zining yuzsizligi bilan o'g'lining hozirgi tinch va osuda hayotini buzishdan, unga eski dahshatli yara bo'lgan onasini eslatishdan juda qo'rqardi. U meni shunchaki o'lib ketgan, yo'q bo'lib ketgan deb o'ylagani o'zi uchun yaxshi. Men uning hayotiga faqatgina azob, fojia va nogironlik olib kirdim, xolos. Oradan shamoldek 5 yil vaqt o'tdi. Vaqt barcha yaralarni davolaydi deyishadi. Bekzod endi 11 yoshga to'lgan, o'spirin bola bo'lib shakllangandi. U maktabda 5-sinfga ko'chdi. Endi u o'z protezida juda dadil, ishonch bilan yurardi. Hozirgi protezi ilgargidek besona emas, zamonaviy va yengil edi. U ustidan kengroq shim kiyib olganda, uning nogiron ekanligi atrofdagilarga deyarli bilinmasdi ham. Faqatgina shoshilib yurganda biroz oqsoqlanishi qolgan edi. Nilufar bu vaqt ichida o'qishini imtiyozli diplom bilan bitirib, malakali shifokor bo'lib ishlayotgandi. U boshqa turmushga chiqmadi, hayotini, bor yoshligini va mehrini faqat Bekzodning kelajagiga sarfladi. Bekzod maktabda a'lochi, juda intiluvchan o'quvchi edi. U ko'p vaqtini kitob o'qish bilan o'tkazadigan, o'z yoshiga nisbatan o'ta aqlli va jiddiy yigit bo'lib o'sdi. Lekin eng achinarlisi shundaki, uning maktabda birorta ham yaqin do'sti yo'q edi. Bolalar, ayniqsa maktab bolalari ko'pincha juda shafqatsiz va toshbag'ir bo'lishadi. Ular Bekzodning holatini bilib, uni orqasidan va ba'zan yuziga qarab temir oyoq, choloq yoki kino qahramonidek Terminator deb ataylab masxara qilishardi. Jismoniy tarbiya darsida hamma yigitlar maza qilib, terlab futbol o'ynaganda, Bekzod faqat zaxira o'rindig'ida ularga havas va hasad bilan qarab, chetda termilib o'tirardi. Bu dars uning hayotidagi eng og'ir, eng yomon ko'rgan azobli vaqti edi. Bir kuni katta tanaffus vaqtida sinfdosh yigitlar hovlida qizg'in futbol o'ynashayotgandi. Sinfning eng bezori, kuchi ko'p bolasi Temur ataylab, g'araz niyatda qattiq to'pni uzoqdan Bekzod tomonga qarab bor kuchi bilan tepdi. To'p juda tez uchib kelib Bekzodning bexosdan turgan protez oyog'iga qattiq tegdi va muvozanatini yo'qotgan Bekzod yerga chalqancha yiqilib tushdi. Butun stadiondagi bolalar qah-qah urib kulib yuborishdi. Ana bizning qahramon temir odam yana quladi. Zanglab qolibdi-ku. Moylab turish kerak shekilli buni bolalar deb yana qattiqroq masxara qildi Temur oldiga kelib. Bekzod jim turmadi, u o'rnidan chaqqonlik bilan turdi. Uning ko'zlarida yosh emas, aksincha qaynagan alam va kuchli g'azab olovi yonib turardi. Nega kulasan menden, dedi u mushtlarini qattiq tugib Temurga yaqinlashib. Nima urmoqchimisan endi meni? Kel qani ursa, ey choloq. Temur mensimay uning oldiga kelib ko'kragidan qattiq itarib yubordi.
Bekzod yana muvozanatini yo'qotdi, biroq bu safar yiqilmadi, o'zini o'nglab qoldi. U o'zida bor jami kuchi va alami bilan oldinga tashlanib, Temurning yuziga qarab kallasining o'rta qismi bilan shunday kuchli zarba berdiki, Temurning burnidan qip-qizil qon fontan bo'lib otilib ketdi. 2 yosh bola chang to'zonda ayovsiz olishib ketdi. Bekzod garchi sog'lom va chaqqon boladek epchil bo'lmasa ham, uning ichida yillar davomida yig'ilgan cheksiz alam va adolatsizlik hissi unga yovvoyi kuch bergandi. U o'zidan yirik Temurni yerga bosib, yoqasidan ushlab bo'g'a boshladi. Men choloq emasman. Eshitdingmi? Men choloq emasman, iflos. O'qituvchilar va qorovullar yugurib kelib, qon talash bo'lgan bolalarni bir-biridan zo'rg'a ajratib olishdi. Darhol Nilufarni ishdan maktabga chaqirtirishdi. Maktab direktorining sovuq va qat'iy xonasida Bekzodning ust-boshi kir, yoqalari yirtilgan, pastki labi yorilib qonagan holda turar, lekin ko'zlari mag'rur, yonib turardi. Sizning o'g'lingiz qandaydir arzimagan hazilni deb sinfdoshining burnini ayovsiz sindirib qo'ydi, dedi direktor qo'llarini stolga urib, asabiylashib. Bu ochiqchasiga bezorilik va jinoyat. Men uni maktabdan chetlashtirishga majburman. Nilufar xotirjamlik bilan Bekzodga qaradi. Bolam, nega uni urding? Ular hamma narsam ustimdan kulishdi. Mening ojiz oyog'imni ataylab tepishdi. Nilufar direktorga yuzlandi. Uning ovozida temirdek qat'iyat bor edi. Eshitdingizmi, o'rtoq direktor? Sizning shunday obro'li maktabingizdagi bolalar oddiy nogiron bolani ochiqchasiga kamsitishgan, masxara qilishgan. Mening murg'ak o'g'lim esa shunchaki o'z obro'sini, o'z qadr-qimmatini himoya qildi, erkaklardek ish qildi. Va men u bilan faqat faxrlanaman. Agar sizning maktabingizda bolalarga hurmat, tarbiya, tenglik bo'lmasa, unda o'zimiz ertagayoq hujjatlarimizni olib boshqa munosibroq maktabga ketamiz. Nilufar shunday deb Bekzodning qo'lidan qattiq ushlab ko'chaga, mashina tomonga olib chiqdi. Mashinada uyga ketayotganda ancha vaqt Bekzod jim, o'ychan o'tirdi. Keyin u to'satdan hech kutilmaganda so'radi: "Oyi?" U allaqachon bir necha yillardan beri Nilufarni "oyi" deb chaqirardi, unga qattiq bog'langandi. "Ha, pahlavon o'g'lim. Mening haqiqiy o'z oyim qayerda hozir?" Nilufar bu savoldan kalovlanib, rulni ushlagan qo'llari titrab ketdi, tormozni bosdi. U yillar davomida bu kun kelishidan, shu mudhish savoldan o'lgudek qo'rqardi. "Nega bugun aynan shu haqida so'rab qolding, bolam?" "Bugun maktabda urishganimda o'sha Temir menga aytdi. Seni o'z oying axlatdek vokzalga tashlab ketgan o'lishing uchun, hozir o'zi esa qamoqda panjara ortida o'tiribdi, sen yetimsan dedi." "Bu rostmi, oyi? U rostdan qamoqdami?" Nilufar mashinani asta yo'l chetiga olib to'xtatdi. Chuqur tin oldi. Hammasini boricha aytish vaqti soati kelgandi. Endi aldashning, yashirishning hech qanday foydasi ham, iloji ham yo'q edi. Nilufar Bekzodning qo'lini o'z qo'llariga oldi. Bu juda murakkab tarix, Bekzodjon. Ha, Temur qisman to'g'ri aytibdi. Sening o'z oying hozir qamoq jazosini o'tayapti. Lekin u seni u yerda tashlab ketgan mudhish kunda, uning o'zi ham ruhiy jihatdan juda og'ir ahvolda, zulm ostida edi. O'gay otangdan qo'rqqan. U adashdi, katta mudhish xato qildi. U o'z bolasini ayozda, ochiq havoda, sovuqda qoldirdi-ku. Uning shu xatosi tufayli mening umrbod oyog'im yo'q. Bekzodning ko'zlaridan zardobli yoshlar tirqirab yuzini yuvib ketdi. Men uni butun umrimga yomon ko'raman. Nafratlanaman. Men uni hech qachon ko'rishni xohlamayman. Nilufar uni qattiq quchoqlab yoshlarni artdi. Bilaman bolam, sening bunday g'azablanishga, nafratlanishga to'liq va mutlaq haqqing bor. Bu sening huquqing. Lekin hayot ba'zan kutilmagan bo'ladi. Uning jazo muddati tugagan, u yaqin kunlarda ozodlikka chiqadi. Bekzod qotib qoldi, nafasi bo'g'ildi. Chiqadimi? Ozod bo'ladimi? U menga nima qiladi endi, meni sizning oldingizdan olib ketgani keladimi? Buni men aniq bilmayman, bolam. Lekin ertami kechmi sen uni o'z ko'zing bilan ko'rishingga, u bilan yuzlashib o'z tanlovingni qilishingga to'g'ri keladi. Zangiota ayollar qamoqxonasi, o'sha katta, sovuq koloniyaning og'ir, zanglagan temir darvozasi dahshatli g'ichirlab ochildi.
Tashqariga, erkinlik olamiga qadami qaltirab Shahnoza chiqdi. Oradan bor yo'g'i 4 yil muddat o'tgan bo'lsa-da, tashqi ko'rinishidan u xuddi 40 yil bo'zax qamoqda o'tirganga o'xshardi. Qop-qora sochlari paxtadek oppoq oqargan, yuzini chuqur g'am ajinlari bosgan, oldingi tishlari to'kilib ketgan, mungli va qarib qolgan ayolga aylangandi. Uning qo'lida faqatgina kichkina, arzon selofan xalta bor edi. Xalta ichida uning ozodlik hujjati bo'lgan pasporti va o'sha qamoqda kechalari yig'lab to'qigan kichkina, rangi o'chgan jun paypoqlari bor edi. Darvoza oldida uni hech kimsa kutib olmadi. Na biror uzoq qarindoshi, na sobiq do'sti. Faqat tabiatning yig'lamsiragan, mayda kuzgi yomg'iri uning yuziga urilib, "Xush kelding, yolg'iz va gunohkor ayol" degandek yuzlarini yuvardi. Shahnoza chuqur nafas oldi. Ozodlikning havosi. Lekin bu musaffo havo uning qaqragan tomog'ini yondirib, kuydirib yubordi. "Men endi qayerga boraman?" degan javobsiz savol uning bo'sh qolgan miyasida bong urardi. Uning umuman uyi yo'q, zolim Qodir qamoqda, o'sha mudhish hovli esa davlat tomonidan musodara qilingan yoki begonalarga sotilib ketgan. Cho'ntagida choy chagaga yetadigan arzimas pullari bor xolos. Uning hayotda faqat bitta yagona dardi va maqsadi qolgan edi, o'zining yagona o'g'li Bekzodni oxirgi marta bo'lsa-da tiriklayin ko'rish, undan kechirim so'ramasa ham jamolini ko'rish. U bekatdan avtobusga o'tirdi va hayajonlanib to'g'ri Toshkent Shimoliy vokzaliga bordi. Ha, bu o'sha la'nati vokzal. Ularning butun fojiasi dahshat boshlangan o'sha sovuq joy. Shahnoza xotiralarida qolgan o'sha mash'um chekkadagi temir o'rindiqni topib bordi. Hozir o'rindiq butunlay bo'sh, yetimdek turardi. U xuddi eng aziz odamini ko'rgandek o'rindiqqa o'tirdi va muzdek temir yerni qo'llari bilan yig'lab siladi. "Bekzod, qora ko'zim. Sen xuddi shu yerda uzoq kutib, umid bilan muzlab qolganding-a. Men la'nati pastki ona esa qo'rqoqlik qilib o'zimga issiq jon qidirib qochib ketgandim." U vokzalda kun botguncha uzoq o'tirdi, yig'ladi. Yonidan o'tib ketayotgan ko'pchilik yo'lovchilar unga qarab, aqldan ozgan jinni xotin bo'lsa kerak deb o'ylab, o'z yo'llarida davom etishardi. Ertasi kuni Shahnoza surishtirib, yillar oldin sudda qatnashgan advokatidan qolgan eski manzil bo'yicha Bekzod o'qiydigan o'sha nufuzli maktabni zo'rg'a topib keldi. Maktab shahar markazida joylashgan, juda chiroyli va katta bino edi. Darsning tugashini bildiruvchi qo'ng'iroq chalindi. Maktabning katta temir darvozasidan yuzlab shovqin-suronli o'quvchilar, bolalar yugurib chiqa boshlashdi. Shahnoza bolalar uni ko'rib qo'rqmasligi uchun hamda o'zining juldur va eski kiyimlaridan uchrashuvga uyalib, darvoza qarshisidagi katta chinor daraxti panasiga berkinib turdi. Bir payt darvozadan Bekzod chiqib keldi. Shahnoza o'nlab bolalar orasidan uni bir lahzada darrov yuragi jiz etib tanidi. U qanday katta yigit bo'libdi. Bo'yi cho'zilgan, yelkasi kengaygan. Egnida top-toza, oppoq ko'ylak va qimmatbaho kostyum shim. Orqasida esa chiroyli zamonaviy ruksak osig'lik turardi. Lekin Shahnozaning ko'zi faqatgina bir narsaga, yerga, uning oyoqlariga tushdi. Uning yurishiga qarab qotib qoldi. Bekzod har qadamida chuqur, og'ir oqsoqlanib yurardi. Har bir qadam bosganda butun tanasi chap tomoniga og'ib, silkinib ketardi. Uning bu har qadami, bu oqsoqlanishi Shahnozaning mutlaq gunohi edi. Bu uning onalik xiyonatining har kuni ko'rinib turadigan tirik va dahshatli isboti edi. Bekzodning yoniga shu payt uzoqdan yuzida chiroyli tabassum bilan, chiroyli kiyingan yosh ayol yugurib keldi. Bu Nilufar edi. Nilufar Bekzodning og'ir sumkasini qo'lidan ohista oldi, shamol to'zg'itgan galstugini onalardek mehr bilan to'g'rilab qo'ydi va unga qandaydir hazil gap aytib kuldirib, o'z mashinasi tomon yetakladi. Bekzod Nilufarga qarab, shunday cheksiz mehr, chinakam farzandlik muhabbati bilan jilmayib boqdiki, Shahnoza daraxt ortida turib bu nigohni, bu sof baxtni ko'rib, ich-ichidan butunlay sinib, yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. U tushundi. U endi bu hayotda Bekzod uchun butunlay begona, o'lik bir inson edi. U qaltiroq qo'llari bilan xaltasidagi o'zi to'qigan mitti paypoqlarni yuziga bosib, ovoz chiqarmasdan, unsiz ho'ng-ho'ng yig'ladi. Uning onalik mehri, afsusi endi bu bolaga aslo kerak emas edi. Umuman kerak emas. Chunki eng qahraton va qora tunlarda muzlagan yurakni
Endi kechikib kelgan bahor quyoshi hech qachon isita olmasdi. Hech qachon. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Audio hikoyalar kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.